Assalomu alaykum oddiylar ichidagi g'ayriodiylar. Bu Hero Academy hamda Hero Podcastning navbatdagi soni. Bu songa biz maxsus tayyorgarlik ko'rganmiz va bu songa biz juda ham special mehmonni chaqirganmiz. Xo'p, insonlar, Kamina Yorqin Zafarovich, meni taniysiz, o'zim haqimda ko'p gapirishim shart emas. Juda bo'lmasa, ijtimoiy tarmoqlarning sahifalarini qoldirib ketamiz. Bugungi bizdagi asosiy mehmonimiz Abdulaziz Sharopov bo'ladilar. Bu kishini anchadan beri taniyman. Say hi. Xo'p, qisqacha aytib ketishim kerak. Demak, bugungi podkastimiz aralash bo'ladi. Ya'ni ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham gapiramiz, orada o'rischa aralashtirishimiz mumkin. Shuning uchun I hope you don't mind it. Xo'p, bu qismlarni inglizcha bo'ladigan qismlarni subtitr albatta bo'ladi. Mabodo bizni kuzatayotgan darajasi pastroq o'quvchilarimiz bo'lsa yoki ota-onalar bo'ladigan bo'lsa, hamma narsa xudo xolisiga 100% tushunarli bo'ladi. Xo'p, demak, Abdulaziz Sharopov bu kishi bizda O'zbekistondagi birinchi SAT instruktorlardan biri hisoblanadi. Shaxsan men o'zim taniydigan. Men o'zim tayyorlanib yurgan vaqtim bu kishi bor edi. Teaching boshlagan edi. Xo'p, demak, SAT natijalari oxirgisi 1550, 24 yoshda u kishi va oxirgi 5 yildan beri teaching bilan shug'ullanib kelyapti. Ya'ni bu degani 19 yoshlarida boshlagan. Xo'p, shuningdek yana bitta qiziqarli ma'lumot bor bu yoqda. 4 yoshingizdan 13 yoshingizgacha AQShda o'tkazgansiz, to'g'rimi? Da, to'g'ri. Primary school degan narsa bor. Ya'ni boshlang'ich maktab Amerikada bo'lgan. Bu bo'yicha ham qiziqarli ma'lumotlarga demak boy bo'ladi degan umiddamiz podkast. Xo'p, demak, Abdulaziz qisqacha o'z haqingizga gapirib berishingiz mumkin. Bu yoqda ko'p ma'lumot bor, hammasini aytsam sal zerkarli bo'ladi. Hey scholars, boshdan sizlarga aytib o'tmoqchiman, что meni o'zbek tilim unchalik yaxshi emas va bir xil momentlarda chuqurroq nimalarni tushuntirishim kerak bo'lsa, ingliz tilida albatta tushuntiraman. Ko'pchilik podkastlar aytishadi, nega ingliz tilida gapiryapsiz, nega maqtanyapsiz? Aslida men ingliz tilida gapirishim shart, chuqurroq nimalarni tushuntirishim kerak bo'lsa. Boshda aytib o'tmoqchiman, что yoshligimni Amerikada kuzatganman. I spent most of my youth in the US and that's where I grew up. Undan keyin esa 2014da O'zbekistonga qaytib kelgandim. O'sha paytda men oddiy maktab rus sinfga tiqib qo'yishganda 7, 8, 9 sinf shu yerda o'qiganman. Undan keyin o'ylaganman, hop, bu rus sinfda bo'lish yaxshi, lekin ingliz tilida qayta o'qishni davom ettirmoqchiman. O'shandan keyin Toshkent International School haqida eshitib qolganman. Bu xalqaro maktab O'zbekistonda va bu haqiqiy xalqaro maktabi. Odatdagi ustozlar hammasi boshqa chet el davlatlardan kelishgan va undagi maksimum 20% o'quvchi o'zbek, qolganlar hammasi boshqa millatlardan kelgan. Karislar ko'p ko'proq. Asosan. Da. O'tanaqa posolstvodagi ishlaydigan odamlarni, xodimlarni, bolalar o'qiydi va katta kompaniyalarni, gen direktorlarni anaqa farzandlari o'qishadi. We were studying with some very influential people back then. Very influential. School itself is very expensive, right? Exactly. It costs $27,000 per year just to study there. $27,000 turadi yiliga. Maktabda o'zi aksariyat universitetlardan qimmatda. Ayniqsa O'zbekiston sharoitida. Men o'zim 2 marta o'sha yoqda SAT topshirganman. Koreysda bekorga aytmadim, chunki faqat shunaqa bo'ladi. Topshiradiganlar endi o'zim maktabda topshirishadi. Yarim o'zbek, yarim koreys topshirayotgan. Ayni shunaqa. Xo'p, bundan tashqari o'sha universitet haqida gapirib ketsangiz, Northwest University'ni qatar. Menchi birinchi o'rinda aytib o'tish kerak, что men $20,000 yiliga to'lamaydim o'tda. Grant programmasi bor edi. Shunaqa. Har yili 100 tadan ortiq o'zbek o'quvchilar topshirishadi shu grantga и maksimum 3 tasini qabul qilishadi. O'sha 2018da men kirgan edim. O'sha yerda 3 yil o'qidim. Grade 10, Grade 11 and Grade 12. Undan keyin TIS bitirganimdan keyin Northwestern University'dan $260,000 to'liq grant yutgan edim. Bu TIS o'zidan $90,000. Da, TIS o'zi $90,000, Northwestern University esa $260,000. Tushunarli. Xo'p, Abdulaziz Sharopov bizda endi birinchilardan bo'lib SAT teaching boshlagan inson bo'lgani uchun o'zlarida teacher bo'lmagan desak ham bo'ladi. To'g'rimi? Bu narsani tasdiqlaydi u kishi. Shu uchun self studying haqida ham qisqacha gapirib ketamiz. Pluslari, minuslari, kimdir self study qilayotgan bo'lsa, oramizda yoki qilmoqchi bo'lsa, bu bo'yicha ham gaplashib ketamiz. Shu kungacha 50 dan ortiq o'quvchilar bu kishida 1500+ natija qilganlar va bundan tashqari 10 dan ortiq davlatlarda o'quvchilarimiz bor ekan. Xo'p, tushunarli. Yana savollarga qaytamiz. Hozir qisqacha ikkinchi mehmonimizni ham tanishtirib ketishim kerak. Ikkinchi mehmon bizda Muhammad Amin Alisherov.
bizada hozirgi vaqtda SAT instruktor bundan tashqari admission kursimizda ham xudo xohlasa birga boshlayapmiz. Bu narsani yaqin orada e'lon qilamiz. Mana shu podkast ichida ham aytib ketishim mumkin. Shaxsiy natijalar ingliz tili qismi bo'yicha 720 va hozir o'zlari ham aynan mana shu prosess ichida yuribdi. Universitetlarga topshirish bo'yicha, o'quvchilar bo'yicha bu kishidan ham muhim maslahatlarni agar ola olsak ulashamiz siz bilan. Xo'p, endi Abdulazizga qaytsak, 9 yil Amerikada yashagansiz, to'g'rimi? 9 yil yashagansiz. Bu yoqda endi har xil savollar bor. Endi bolalikda Amerikaga ketish endi bu to'g'ri achievement emas, bu nima? Luck, to'g'rimi? Qaysidir ma'noda ota-onalarni qiladigan ishi. Va umuman olganda endi bu green card bilan bog'liq bo'lishi mumkin, boshqa ish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bitta savol tug'iladi menda. Amerikadagi o'sha hayot qanchalik ta'sir qilgan? Chunki ta'limni birinchi yillari sizda o'sha yoqda bo'lgan. Va o'zi umuman olganda bunday o'ylab qarasak, 1-sinfdan 12-sinfgacha o'zbek tilida ta'lim olmagansiz rasmiy. Yo'q. Shu uchun buni tushunsak bo'ladi. Ya'ni ko'proq inglizcha, 3 yil qisman ruscha va qanchalik ta'sir qilgan, plyuslari, minuslari qanaqa? Ya'ni o'sha Amerikada masalan nafaqat o'sha boshlang'ich yillarni, balki umuman yashashi bir necha yil davomida. Albatta. Talabalarda ham. Qanaqa plyuslar, qanaqa minuslar bor, nima deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda plyuslarni haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, men yoshligimdan o'sha ingliz tilida gapirishni boshlaganman. Eng birinchi tilim aslida ingliz tili bo'lgan. First language. Exactly. My first language, my native language is actually English. Shu taraflama menga juda ham foydali bo'lgan application paytida yoki общий masalan ma'lumot olish paytida o'zingizdan bilsangiz kerak, internetni ko'p qismi anaqa ingliz tilida. Xuddi shunday. O'zbek tilida emas, rus tilida emas, ingliz tilida asosiysi. Shuning uchun ko'p bilimlarga shu taraflama research bilan oson bo'lgan. Endi minuslari ham bor. Yoshlikda anaqa Amerikada yashash. O'zimni odam anaqa diplomat bo'lib borganda, o'tda konsulsiyada 9 yil ishlaganlar. O'sha paytda esa bizda hamma narsa bor deb aytsam bo'ladi. It was a very good time in my life where we didn't have any kind of financial problems. I would never have to worry about anything. And if we're being honest, that was actually bad for me. It was negative for the upbringing of a child. I ended up becoming very spoiled. I didn't really understood what it meant to be like, having to struggle for something. And that's something that I faced when I came back to Uzbekistan. So I think the good part about my upbringing in the US was that I finally got an opportunity to come back to Uzbekistan and got an opportunity to see the struggles here. My family is originally from Jizakh, and Jizakh, a big portion of it is living in poverty. Shu tarzda men уже ko'rdim, что qiynalib yashayotgan odamlar bor. Men ham ko'rdim, что mana shunaqa qiynalib yashagan odamlar atrofida yashab-chi, meni o'sha qiyinchiliklarni paydo bo'lib qolgan. Shunday. Demak, u yoqda qolganingizda bunaqa darajada bo'lmasdingiz hozirgi vaqtdagi. So what do you think? Where would you be if you didn't leave the States? I feel like I wouldn't really focus much on studying. I would probably just rely on my parents to help me get accepted to a university, rely on them to, pay for my tuition. Or if I don't get accepted, then still rely on my parents this entire time. But one thing that really benefited me by coming back to Uzbekistan was seeing that I have to do things on my own. Hech kim menga prosta universitetga kirishga yordam bera olmaydi. Men o'zim shu narsaga erishishim kerak. Yo'lsizligi. Albatta, to'g'ri. Shunaqa. Shundan Abdulla Sharof hosil bo'ldi, biz bugun biladigan. Bo'lmasa, bilmadim, eshitmasdik ham. Shu haqida maybe US o'zida balki odamlar tanigan bo'lishi mumkin edi. Biz bilmay qolardik. O'zbekistonda bunaqa o'qituvchi bo'lmasdi. Xo'p, tushunarli. Keyin mana bu international school haqida ham aytib ketdingiz. Haqiqiy edi. Qaysi ma'noda haqiqiy? Endi hozirgi paytda ko'pchilik частный maktablar, private schoollar, ular international nomni qo'yib qo'yishadi. Lekin aslida international deyish bular xato. Chunki accreditation yo'q. International programma bo'yicha ular dars berishmaydi. Eng chuquri Cambridge system bo'lishi mumkin, lekin Cambridge systemga любой odam kitobini olib ham o'qitaveradi. Hech qanaqa Cambridge accreditation berishmaydi, hech qanaqa sertifikat bilan bitta. Maktabda o'rganish shart emas. Masalan, kursda ham o'qisa bo'ladi. Exactly. Ham o'qisa bo'ladi, to'g'ri. Yeah, and mostly like if we talk about teachers, almost all the teachers there are actually Uzbek. Of course, they might have some international teachers, and this is not saying anything bad about those schools either. But farqini tushuntirishimiz kerak-da. Exactly. Shu narsa aytiladi. The name is a little bit misleading. Asosan o'sha ingliz tilida dars berilgani uchun international qo'yib qo'yiladi, to'g'rimi? Ingliz tilida bo'lgani uchun yoki foreign materials ishlatilgani uchun. Exactly. But at TIS, it wasn't like that. We had actually foreign teachers with international accreditation. We got the IB diploma, which is considered the hardest diploma in the world. Exactly. Yeah. That's one of the reasons why it's so expensive to study there. Shuning uchun ham juda ham qimmat o'qishga. IB shunda imkoniyatlaringizni juda ham ko'tarib yuboradimi? Albatta,
ko'pchilik holatlarda IB'dan yuqori ball olsa o'sha SAT ham kerak bo'lmaydi. Chunki IB'ni o'zi ko'rsatkich Bir xil narsa. lekin o'sha aynan accredited schoollarda o'qishingiz kerak uchun qaysigaki hammada ham Exactly. Shuning uchun men prosta SAT tavsiya berardim ko'pchilik o'quvchiga. AP ni qidirib o'tirish shart emas, A level'larni qidirib o'tirish shart emas, ularga pul ajratish shart emas. SAT ni o'zini o'qisangiz, yuqori ball olsangiz, o'shani o'zini substitute qiladi. O'sha eshitishim bo'yicha A level bilan IB diplomaga accreditation olish international schoollarda 100 ming 150 ming turar ekan yiliga, shunaqami? O'rtacha olib qaraganda, shuning uchun ham ma'lumotga egamisiz shu bo'yicha. hamma o'quvchilar ham o'qiy olmaydi A levelda eshitganman. Ya'ni faqat o'zini o'quvchilari. Da, exactly. Da. Shunaqa. Akkreditatsiya degan narsa bor. Yo'q, shunda hozirgi gapingizdan xulosa qilsak, SAT'si yuqori bo'lgan bolaga AP'ga vaqt sarflash shart emasmi? AP'ga, A levelga. Ko'p holatlarda yo'q, shart emas. Prosta vaqt masalasi bo'yicha yutqazadi bu situatsiyada. To'g'ri aytishim mumkin, it's still going to be beneficial deb, but of course it's going to be beneficial, but we also have to take into consideration the time that he's going to spend and also the money that he needs to spend for preparing for the AP. It's just not worth it. So as long as he or she is ready for this, to spend the time and money. Yeah. In that case, So sure, be it it, could be right, worth it. Yeah. Tushunarli. Endi bu yoqda vaqt ham kerakda. Hali podkast davomida gaplashib ketamiz. Ya'ni har xil sinfdagi o'quvchilar qanaqa act qilish kerak, 11-sinflar nima qilish kerak, nimaga e'tibor qaratish kerak. 7-8 dan nima qilsa bo'ladi. O'sha o'zida bor vaqtdan foydalanib maksimum qanaqa qilib o'zi bu narsani foyda chiqara olamiz, shu narsani gaplashib ketamiz. Chunki ota-onalar ham kuzatyapti o'zani yoki o'quvchilar kuzatayotgan bo'lsa, ukasi singlisi bo'lishi mumkin. Masalan, o'zi keta olmagan taqdirida ham ularni jo'natishga harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa. Xo'p, SAT haqida gaplashsak, qachon boshlagansiz o'zi tayyorlanishni yoki o'zi SAT kerakligini qayerdan bilib qolgansiz? Chunki siz o'qigan davrlarda bizda SAT haqida deyarli ma'lumot yo'q edi O'zbekistonda. Chunki 21 dan boshlandi sekin-sekin awareness. Ungacha hech qanaqa deyarli hech qanday ma'lumot yo'q edi bu narsa haqida. Foreign narsa edi bu. Endi Amerikada yashab kelganim uchun SAT nimaligini o'zi bilgandim. To'g'ri, men yoshroq edim o'sha payt. SAT hech tayyorlanish shart emas edi 2014-2013 da. Lekin birinchi o'rinda katta akam, Radnoy akam SAT ga o'zi tayyorlanishni boshlagandi 2016-yilda. O'shanda o'zlari SAT ga 4 oy tayyorlanib 1420 ball olib chiqqanlar. Birinchi topshirishda Da, mustaqil tayyorlangan. Mustaqil tayyorlangan. O'sha payt esimda bor. Akam o'zi menga kelib aytayotdi. Ekzamindan keyin yuzi грустно. He was really upset, and he was saying, "Aziz, the SAT is very difficult. You should start preparing for it now." And I told my brother, "I'm not graduating for like 3-4 more years." Hozir nechinchi sinf bo'lgan shunda? U paytimi? Ular anaqa litseyda o'qiyotdi. Litseyda. 10th or 11th grade, right? Da, u payt anaqa 12 yillik sistema edi. 3 yil anaqa kollejda o'qish kerak edi. No, high school at least. Da. Akam o'sha endi bitirayotgan payt edi, o'sha topshirish paytlari edi. To'g'ri, akamni anaqa applicationlar juda ham yaxshi o'xshadi. Ular to'liq grant Yale and US University ga yutganlar. Yale and US bu prям Yale University from USA and National University of Singapore birlashib college qurishgan Singapurda. O'shanga to'liq grant yutganlar shu 1420 ball bilan. Lekin o'sha payt akam aytdi, "Sen ko'proq harakat qilsang, undan ham yaxshiroq ball olasan" deb. Shuning uchun men o'zim 2017-yilda o'sha SAT ga tayyorlanishni boshlagandim. O'sha paytda men ustoz qidirgandim. O'zbekistonda ustoz bo'lsa, o'shalarning oldiga boray. Mustaqil tayyorlanish akamga o'xshamadi. Men o'zim mustaqil tayyorlanmay deb. Qarasam unaqa imkoniyat yo'q ekan. No, o'xshamagan 1420 da. Exactly. O'xshamadi desin. It's still Topolmadingiz. great still. Exactly. I couldn't find any coach. The only options that I had were like online teachers. Masalan, online Amerikada yashayotgan odam bilan individual o'qish mumkin edi. Lekin слишком qimmat edi. Masalan, o'zi $100 turyapti-da, anaqa har bir darsga. Arzimaydi deb. Har bir darsga 100 dollar turgan. Da, u yoqda qimmat lekin per lesson. Chunki endi income based da. Ularni sharoitda ko'taradi, ular high schoollarlar o'qiydi. Bizda unaqa emas, bizda 10 barobar kamroq topamiz masalan. US aholisiga nisbatan. Xuddi shunaqa narsa. 2017 boshladingiz demak, nimalar qildingiz shu masalan self study qilib? Boshdan practice. Akangiz o'zi tayyorlamadimi? Yo'q. Akam o'sha anaqa kirgandilar 2017da shu Northwest emas, Yale and US University ga, undan keyin o'sha ketgandilar sentyabrda. Shuning uchun men o'zim In touch bo'lmaganmisizlar? Very little in touch. I didn't really talk with him that much. He was just focused on his university, and I was just focused on applications myself. The thing that he did help me with was finding full scholarship universities. And so the list that he sent me back then included like 25 universities that he himself researched, and that list really helped me. Lekin
tayyorlanayotgan paytimda birinchi o'rinda practice test topshirgandim. Practice test topshirgandan keyin уже shortcominglarni topib oldim. What I'm good at, what I'm not good at, what I should improve. Shundan keyin o'shalarni o'sha ko'tarishga internetdan har xil ma'lumot qidirgandim. How to improve transition questions or how to improve the reading section. How to read texts faster. Shunaqa общий ma'lumotlar qidiryotgandim. Menda eng katta muammo ikkita narsaga bog'liq edi. Birinchisi consistency. Har kuni davomiy ravishda tayyorlanish menda yo'q edi. Bir xil paytlar tayyorlanardim jiddiy, lekin bir xil kunlar esa uyga vazifalar chiqib qolardi. Yoki qanday proyekt ishlayotgandik. Undan keyin oyim anaqa obedga chaqirishi mumkin edi. O'shandan keyin har xil sabablar orqali o'sha disiplina yo'q edi. Davomiylik study'ni biggest muammo shuda. Exactly. Ne olib qaraganda. Demak, o'sha tayyorgarlik jarayoningizda necha yil? 3 yilmi? 3 yilga surgan narsa shu. Ikkinchisi esa shu direction edi. To'g'ri, bir xil odamlarda davomiylik ravishda tayyorlanishi mumkin. Har kuni tayyorlanishi mumkin. Lekin ular to'g'ri materiallar bilan tayyorlanmasa, ular noto'g'ri yo'lga ketib qolishadi. They'll be doing ineffective SAT preparation, and that was also another one of my problems. Esimda borda bir xil strategiyalarni internetdan o'qardim. Hop, o'sha strategiyalarni ishlatib ko'rardim. 2-3 oydan keyin o'sha sezonda bu strategiya o'sha unchalik effektiv emas ekan. Bo'lgan shunaqa tips ishlatganingizdan keyin moklaringiz pastroq chiqqan. Birdaniga sezilmasdi, chunki men har oy moklar topshirmasdim. Bitta biz juda ham kam materialimiz bo'lgan, shuning uchun har 3-4 oy anaqa mok topshirardim. 10 tami authentic material ishlatgansiz, to'g'rimi? College boarding. Exactly. 10 dona edi-da o'zi. Shuning uchun Paper based PDF. Shunda har bir mistake'ni siqib chiqqansiz, to'g'rimi? Yo'lingizda. Ya'ni har bir mistake qilib, o'rganib, keyin davom etgansiz. Shunaqa odamlarda yaxshi ustoz chiqadi. Bu ham to'g'ri. Chunki hamma xatolarni yashab o'tgan, boshqa o'quvchilar yashamasligini ta'minlaydi. So that's the second factor. Shu ikkala faktor sababli o'sha 3 yildan keyin SAT'ni topshirdim. 1490 ball oldim. First attempt. In your first try. No, birinchi marta anaqa 1430 oldim, ikkinchisida esa 1490. Orasi qancha vaqt edi? 1 oy. Still higher than your brother. Demak, chiqqandan keyin sirasi topshirardingiz. Ikkalasiga oldin registratsiya qilgandim. Da, tushunarli. Bu paytda anaqa Covid bo'layotgani uchun 2020 da bizda sentyabrda vaqt ochib qo'yishgandi. Qayerdan bildingiz sizga 2 marta topshirish kerak bo'lishini? Maktabni to'lab berayotdi. TISni bitta yaxshi taraficha 5 ta ekzamen to'lab berishadi. Nima 3 ta xormadingiz? Bittasini TOEFL qilgandim, bittasini subject test qilgandim. O'sha paytda subject testlarim bor. Subject test bor edi. Subject test. Qaysi fandan? I did math and I also did math actually, both of them. There was a math 1 and math 2. You can do both. Da. Ikkita math, ikkita SAT. Keyin Then I did one ACT and I also did one TOEFL. ACT hamma. Necha chiqqan ACT? I don't remember. Yo'q. I think it was around like 27, 28 out of 32. It was 32 by then? It's 36, right? Yeah. Yeah. 36. So it was around like 27, 28 out of 36. Endi hozir SAT ba'ziga anaqaroqda. Yaqinroq. Shunga mosroq. Konvertatsiya qilsa shunga yaqin keladi. Qattan. SAT endi bizda uncha mashhur emas. Basically bir xil shekilli yoki When it comes to the application process, then yes. It's just that in some states people prefer the ACT and in some states they prefer SAT. In the xalqaro darajaga просто SAT birinchi chiqqan. What about the difficulty level? The format. I would say the format ACT Pretty is much more the same. tricky. Pretty much the same. With the science section borku, with the rostam science mass, it's just the reading section but with science So passages. it's like SAT reading science passages. Exactly. Where in which they give everything. You don't have to like have any background information about the about the subjects. Men bunaqa o'ylamasdim, lekin ACT science sectioniga nimadir bilishingiz kerak deb o'ylardim. Ana shunaqa deb o'ylagandim. Kirib chiqqandan keyin o'zi ko'raman, this is the exact same thing as SAT science. Demak bu anaqa general knowledge ga bog'liqda, boshqa narsa emas. Nothing specific. Tushunarli. Teaching demak qachon boshladi shunda? O'sha 2020 sentyabrda SAT'ni topshirib 1490 olganimdan keyin o'shanda o'ylab qolgandim. Yaxshi ball edi, lekin o'zim xohlagan natijam 1500 edi. Ayniqsa 3 yil tayyorlanganimdan keyin 1490 qoniqmadim. To'g'ri. Shunaqa. O'shandan keyin o'sha o'ylab qoldim. Boshqa odamlar xuddi mendek struggle qilayotgan bo'lishi mumkin, qiynalayotgan bo'lishi mumkin. Ular uchun hatto ustoz bo'ladi, chunki ularda mendek ko'p vaqt yo'q. To'g'ri. Teacher bo'laman deb o'ylaganmisiz? Boshlashda qanaqadir bir anaqa sinfdoshlaringizga nimadir tushuntirib, qanaqadir o'zingizda teacher ko'rganmisiz? O'zimda hech ko'rmaganman, lekin har doim there was always hints.
I look back at the time and I remember I used to create videos onto YouTube where I would explain like different math concepts, and I would just like to film those types of videos. Masalan, bizda TED klub bo'lgan. I was teaching students how to do public speaking for as like a So yeah, I volunteering see project. that. Men ko'rganman sizni TEDxda. Da. Da, ko'rganman. Bu payt hech man teacher nomini hech qo'ymasdim o'zimga, lekin doim Captain. boshqa odamlarga aniq Lider, shu ma'lumotni. da, lider sifatida kirgansizda yoqqa. Shunaqa. Exactly. Shunday. Teaching. Demak, hozir SATdan oldin hech narsa o'tmagansiz. SATni o'zini teaching boshlagansiz, to'g'rimi? Yoki undan oldin boshqa Ofitsialniy narsa? ma'noda, da. Undan oldin I help people with public speaking. Yeah, it was part of my extracurricular activities. Public speaking. Speaker bo'lgansiz TEDda. Da, TED Talks'da kirganman. speaker yana bitta interesting fact. Aytib ketish esimizdan chiqdi. Necha marta chiqqansiz? 2 times. Ha, 2 times. 3 marta chiqqansiz o'ylardim. Uchinchisi esa bu просто TED edi. Bu No. ham TEDx emas. Xmas, da, aytdi da. What's the difference? TED is like a smaller scale. It's just for schools that want to help TED people. education. Exactly. Yeah, ED stands for education. So TEDx is for like adults as well, right? Exactly. Tushunarli. So basically, what's the difference between US program in school specifically and in Tashkent in international school that you I don't think I'm qualified to talk about that because when I was in the US, I was in like primary school. oh I get So I don't have much knowledge on the about High school, yeah, level high stuff, school, yeah. right? You don't have any, let's say, acquaintances as well who studied we there? could definitely talk about it, but at the same time, I only like talking about things that I know for sure. And I don't want to be in a situation here where like I talk about something which I think might be true, but then later it turns out not to be. It's not really, yes. Because I really want the viewers to know that whatever comes out of my mouth, it's Yeah. things It's that a I know fact, for sure. right. Exactly. Honesty. Tushunarli. Demak, SATni o'zidan boshlagansiz shunda 5 yil bo'ldi, to'g'rimi? Tushunarli. Hop, universitetga topshirayotgan paytingiz IELTS so'raganmi yo'qmi? Chunki basically the IELTS like the English was your first language. Bu juda ham yaxshi savol. O'sha paytda TOEFL topshirdim deb aytayotgandim Da. sizlarga. Men TOEFL buncha ko'p tayyorlanmagandim o'zi. Men 3 soat tayyorlangandim даже bir kun oldin ekzamindan. Lekin juda ham yaxshi Format vaqt ko'rish. ko'rgandim. Da. Exactly. 114 out of 120 olgan edim. Yo'q, 108 IELTS degan. 8,5 bo'lsa kerak. Da, 8,5, 8,5. Reading sectiondan 30 out of 30, prem 9 bilan bir xil. Listening Da. 30 out of 30, 9 Nine. bilan bir xil. Aynen. Speaking It's 29 out basically of 30. native sizda. Exactly. Tayyorlanishim shart bo'lmagan. Da. Everyday thing bo'lgan. Chunki school examlari ham Only shunaqa practical bo'lgan. edi. To'g'rimi? School examlar ham shu readinglari shunaqa Da. bo'ladi, listeninglar shunaqa bo'ladi. O'shanda men o'zimcha xursand bo'lib turibdi. Hamma universitetlarga o'sha TOEFLni yuborishga tayyormanda. Lekin application portallarni tekshirsam, u yerda o'sha yozilganda waived. Da. Keyin o'sha universitetlarga yozib chiqdim, why is my English proficiency waived? And they told me because I study at an English Right. primary Primary English school. Right. Shu uchun ham da waive qilingan. It was on your record. Exactly. O'qiganingiz haqida. O'quvchilarga ham shu narsani tushuntirib o'tmoqchimanda. Ularga qiziq emas sizda IELTS qanchalik kattaligini. Даже mana IELTS 8,5 ni ko'rish niyati yo'q edi ularda. Nega? Chunki o'sha inglizini bilamanmi yo'qmi, galotchkani tik qilib bo'lishgan. Sirasi da. Galotchikani tik qilish uchun 7 yetadi, to'g'rimi? Exactly. Aksariyat universitetlarga ayrimlar 7,5 so'ramasa, masalan New York o'xshagan. Katta qismiga siz 7 bilan kira olasiz. Shuning uchun IELTS unaqa overemphasize qilishimiz kerak emas. Bizda IELTS juda hype up qilishadi. Endi shuni hozir bottom limit ushlasangiz bo'ldi, to'g'rimi? Exactly. Masalan, sizda 7 bo'lsa, boshqa o'quvchida 8,5 ularga Bir xil narsa. Yo'q. Xuddi shunday. Просто Chunki galotchka. eshikdan kirib olasizda. Filtr. Filtrdan o'tib Filtrdan olasiz. o'tib olasiz, Shunday. da. Birinchi filtrdan o'tib olasiz. Keyin SAT, keyin circuit ko'rasiz. Ha, O'sha shunday. oxirida. SAT-lik unaqa emas. O'shani ham aytib o'tishimiz kerak. Yo'q, SAT is there's a holistic approach. Bu degani qanchalik yuqoriroqsiz, bu shunchalik o'qish qobiliyatingizni ko'rsatib beradi. Chunki SAT til sertifikati emasda. O'shani ham farqini aytishimiz kerak. Chunki bizga ko'p savollar keladi, IELTS bilan SAT nima farqi bor? Masalan, IELTS mani 8 borib SATdan ustozsiz tayyorlanib ola olamanmi? Dammasda qilishim kerak. Men IELTS 7 chiqdi, men SAT English o'qishim shart emas degan o'quvchilar ko'p bo'ladi. Yoki ditam topshirdim menga anaqa SAT taylanish kerak deb aytadi. Shunaqa narsalar bo'ladi. Juda ham bu farqli narsa. IELTS ga kuch yetdi degani, SAT ga ham kuch yetdi degani emas. Birinchidan qiyinroq, ikkinchidan boshqa narsani test qiladi. SAT ning maqsadi boshqa narsa. Bu sizni tilingizni bilish emas, boshqa narsa emas. Bu universitetga qanchalik tayyorligingizni o'lchaydigan test. Har tomonlama. Thinking ham bor, critical, logical hammasi. Time management bor. Boshqa narsalar bor. Hatto o'sha math qismini o'zi ham oddiy math emas, to'g'rimi? Da. Uni o'zining elementlari bor, boshqa matematika sertifikatlaridan farq qiladigan. Shunaqa. Shunda hozir qancha baland bo'lsa, shuncha yaxshi, to'g'rimi?
Xo'p, unda o'sha limit bo'lmaydi. Bunday qarasa, masalan 1500 1600 gacha. 1600 O'qirsin gacha. agar vaqti bo'lsa demoqchisiz. Da, albatta. Endi 1600 olish shart emas. Chunki 1550, 1560 xuddi 1600 bilan почти bir xil narsa. Ha, o'sha omadga bog'liq-da, o'shada. Da. Omadingiz kelsa 1590, 1600 chiqadi. Exactly. Shunaqa. endi bitta ikkita savol hal qiladi uni. U ham to'g'ri. Bitta ikkita savol hal qiladi. Da. O'sha testda boshqalar qanaqa ishlagani hal qiladi. To'g'rimi? Endi даже Tushungan Harvard xabar anaqa intermediate median SAT score'ga qaraydigan bo'lsak-chi, o'rta SAT balli 1550. 1550, 1540 da, 1530 o'sha atrofda olsangiz, shuni o'zi yetadi. Shunaqa. Lekin 1600 shart emas. 1500 dan oshirsangiz bo'ldi. Ya'ni shu skoringiz bo'ldi degani to'xtasangiz bo'ladi degani. Ya'ni qaysidir ma'noda. Endi masalan agar 9-sinfda buni qolib qo'ygan bo'lsangiz, why not? 80-100 ga harakat qilish 10-sinfingizda masalan. Albatta. Endi bu o'sha qachon boshlaganingizga, hozirgi holatingizga hamma narsaga bog'liq. Xo'p. Keyin ba'zi bir universitetlar perfectionni yoqtirmaydimi deysiz o'zingiz. Masalan, IELTS 9 1600, SAT bunaqa bo'lishi mumkin emas deb o'ylashi mumkin. Nimaga bu o'quvchi xato qilmadi degan savol bo'lishi mumkin. Bunga nima deysiz o'zingiz? Endi sal boshqacharoq o'ylab ko'rish kerak bu narsani. Bir xil o'quvchilarda masalan men o'zim ko'raman, ular maktab baholari unchalik yaxshi emas, lekin extracurricular activitylarga juda ham ko'p e'tibor qaratib olishgan. O'shanaqa situatsiyalarda aytadi, nimaga sen shu payti extracurricularga shuncha e'tibor qaratyapsan, lekin maktabdagi ballaring o'sha 4, даже 3lar chiqib qolyapti. Bunaqa holatda yomon. Shu taraflama o'ylab qarasak, sizning gapingiz to'g'ri. Yoki o'sha maktab bahosi past chiqib, SAT'siz baland chiqsa ham xuddi shunaymi? O'shanaqaroqda. Endi lekin bir Demak, tarafdan GPA ga doim qarashimiz kerak. Uni lekin bir tarafdan ham tushunish mumkin, uni prosta maktab sistemasi qiyin bo'lishi mumkin deb o'ylashadi. Chunki ular bizning maktab sistemamizni tushunmaydi-ku. To'g'ri. Boshqacha bizada. Masalan, ikkita bolani solishtiramizda, bittasi o'zbek, bittasi esa Germaniyada o'qiydi. O'zbek bolada 5 dan 5 ball chiqyapti GPA, lekin Germaniyadagi 4.5 deylik, lekin ikkalasida SAT balli bir xil. Qolgan narsalar bir xil. O'sha German guyga ko'proq bo'lib endi o'shanda ular tushunishadi, shu German guy nega perfect 5/5 olmagan, chunki uni sistemasi prosta qiyinroq deb tushunadi. SAT is usually considered nega standardized test deyshadi, chunki bu o'quvchilar har xil sistemalarda o'qiyapti, lekin standard ma'noda hammasini qarab chiqishimiz mumkin. Hamma joyda bir xil, butun dunyo bo'yicha, Amerikada ham, boshqa joyda ham. O'sha uchun maktab baholari pastroq bo'lsa ham SAT ga fokus qaratursin degan narsa. Lekin maktab bahoyingiz 5 qilib qo'yish zarari yo'q. Nazorat yaxshi o'zingizga, lekin maktab bahoyim 5 deb ishonib qolish kerak emasdi. Birinchidan 5 olganlar ko'p, ikkinchidan bizadagi 5 bilan Yevropadagi 5 farqi bor. Farqi bor, katta farqi bor. Qiyinroq, ko'proq ishonarliroq shu tarafi bor. O'sha ishonish bo'yicha ham, honesty bo'yicha ham o'zbeklarga, Asian kidslarga ko'pchilik ishonmaydi-ma deysiz. Aynan GPA taraflama. Nimaga 5 dan 5 chiqyapti? Boshqa masalan Yevropada o'qiyotgan odamlarda chiqmayapti. Keyin SAT ga qarasangiz, o'zbeklarda SAT pastroq, Yevropalarda ko'proq. Nima deysiz shunga? Nimaga vaqtda SAT ga qaraydim ko'proq? O'sha yerda qattiq qaraydi masalan, standart testda o'sha SAT bo'yicha European kidsda baland, lekin GPA past. Xo'p, o'zbek masalan bizada esa nabarot. Bizada 5 dan 5, lekin SAT past chiqadi. Nima deysiz shunga? Birinchi o'rinda ishonch haqida gapiramiz. Nega bizaniki uncha ishonishmaydi? Chunki bizning sistemamizni prosta yaxshi tushunmagani uchun. Masalan, men hozir sizlardan so'rasam, Bangladeshda o'qish qanaqa deb, sizlar ham bilmaysizlar. Xuddi Amerikada hozir yashayotgan admissions officer bizning sistemamizni uncha yaxshi tushunmaydi. Shuning uchun ham ular keyin SAT ga sal suyanadi. Ko'proq qaraydi. Exactly. Tushunarli. Xo'p, tushunarli. Bizada o'rtacha SATda O'zbekistonda ingliz tili qismi pastroq chiqadi. Umuman faqat O'zbekistonda emas, first language English bo'lmagan hamma qiladi davlatlarda kuzatish bo'yicha. Sizningcha o'zi eng qiyin qismi nima SATni? Birinchidan o'sha English mas qism bo'yicha, keyin uni ichida qaysi savol turlari ko'proq o'quvchilar qiynaladi yoki o'zingiz o'quvchi sifatida qiynalgansiz? Endi men o'zim o'quvchi sifatimda gapirish shart emas, chunki men topshiriq paper based hozir esa English section bo'yicha o'zgaruvlar bor. Hozirgi o'quvchilarim haqida gapiradigan bo'lsam, ular asosiy 3 ta savol turlaridan qiynalishadi. Text based evidence, graph based evidence and inferences. Bir xil o'quvchilar cross text connections ham qiynalishadi, shuning uchun 4 ta ham deyishimiz mumkin. O'sha 4 ta cross text qiyin emas, time consuming. Chunki ikkalasini o'qib hazm qilishingiz kerak. Lekin 3-chi darajadagisiga qaraydigan bo'lsak, level 3 advanced level cross text connections lekin qiyin. Chunki bu yerdagi topiklar prosta tushunarsizda. Shunaqa bo'lib ketadi. Keyin SATda o'sha aynan reasoning qismi bo'yicha, filosofiya bo'yicha ham tushadi, falsafa bo'yicha ham tushadi deyshadi. Shunaqami, to'g'rimi? Qanchalik to'g'ri deysiz? Aynan modul 2 da.
Da. to'g'ri philosophy bo'yicha tushadi, lekin u yerda philosophyni o'zini ham savolning ichida tushuntirib ketadi. Da. Endi philosophy Yeah, alohida nima o'qib nima. o'tirish shart emas. Qanaqadir bilim talab qilmaydi. Science emas-ku. To'g'ri. Biz masalan evidence based reading deymiz edi. Evidence based nega? Chunki o'sha savolning ichida hamma keraklik ma'lumot beryapti. Hech narsani taxmin qilish shart emas. Tekst ichidan qidirib topsa bo'ladi. Tekst tushunsa bo'ldi. Mana shu o'ylar edi. Xo'p, o'zi umuman City English qismida tekst tushunishda qiynalamiz, to'g'rimi? Comprehensionda baribir. Native bo'lmaganlarda qanaqa o'stirsa bo'ladi comprehension bilan muammosi bor o'quvchi, masalan, o'qiyapti, yaxshi tushunmayapti yokida tekst oxiriga kelguncha boshi esdan chiqib qoladi hokazo. Qanaqa Men masala beradigan tavsiyam u yerdagi bor savollarni-chi, o'sha topiklarni hammasini screenshot qilib chiqqani yaxshi. Masalan, aytaylik, bitta reading savolini o'quvchi tushunmadi, tushunmagani uchun to'g'ri javobni tanlamayapti. Shu tekstni screenshot qilib AI ga tiqgani yaxshi. AI dan so'rashi mumkin. Explain this topic to someone who is not an American high school student. O'shanda keyin bizlarni tushunishimiz bo'yicha tekst beradi. Tushuntirib beradi. Bu nima uchun aynan o'sha savolni o'zini ishlay olish uchunmi yoki keyin shunga o'xshagan savolga tayyor bo'lish uchunmi? Ikkisi. Shunaqaga o'xshash savollarga tayyor bo'lish uchun. Chunki bir xil narsani sezaman o'zim ham. The topics repeat. Topiklar har doim anaqa qaytib chiqadi. Masalan, slavery haqida juda ham ko'p keladi. American history, women's rights, civil war ko'p keladi, women's rights. Bitta topik sezganman, har doim gapiradi. Bir xil there might be something in history that was documented only by men. And they want to find ways in which women's contributions were also made. Shu narsalar juda ham ko'p qaytarib. Voting, suffrage rights hammasi o'shanga tushib ketadi. Endi bu zamon bilan harakatlanayotgan mavzular. Hozir kunda shuni talab. Endi lekin science bo'yicha ham shunaqa bo'lib qolishi mumkin. DNA replication haqida gapirib qolishi mumkin. DNA da ko'p gapiradi lekin. Isotope so'zini ham juda ham ko'p ishlatishadi. Bu narsani rost tushunmagan o'quvchi nimaligini so'raydi shunaqa. Keyin o'sha aytganingiz gapingizni oxirgi parti bo'yicha that is not American student dedingiz-ku. Nimaga unda SAT da ikki xil bizada version bor. US form, international form. Qanaqadir farqi bormi? Ikkita farqi bormi demoqchiman. Aynan US form da US versionga nimaga aynan US, internationalga nimaga international. Osonroqmi, qiyinroqmi, topiklari farqli. They're pretty much the same in terms of like their difficulty. I feel like the only reason why they separate it is because there's so many people taking it in the US that they want there to just be a specific US version. Like if we compare the amount of people who take it worldwide versus USA, it's almost the same. It's only because almost everyone in the US takes it. And that's why we end up seeing almost like a 50-50 split. That's why they kind of just categorize them into the US version and the international version. But when it comes to the difficulty of the questions, it's pretty much the same. I mean, does it have any relation with the league situation? Are they afraid of That could be the case. US students using the international versions? That could be the case. Because If the it's time the same difference test. between... Exactly. Yeah. The time difference is just too big. It's too big, right? They're worried for their own students. Most likely. Because they... not for Europeans or like students in really- Africa or Central Asia. Exactly. They probably have favoritism towards Americans because they know that it's much more important for an American student and it's going to impact the universities that they apply to. College Board, the company that does SAT, they do have partnerships between all these institutions. They don't really care though about international students. Yeah, about international students specifically. So yeah. Imkoniyatlar ham kamroq endi shu uchun xalqaro talabalarga grantlar ham kamroq chiqadi, boshqa chiqadi. Tushunarli. Boya comprehension bo'yicha demak siz beradigan eng o'sha best advice shundan iborat, to'g'rimi? Breakdown qilish har bitta passage bermasdan ko'p vaqt ketsa ham. If I had to give like technical advice, like what the student can do now, that's definitely what I would say. I would definitely recommend them to use AI in order to understand the topics that's being discussed. Tekst ichidagi tushunmagan so'zlarni ajratib yodlashga nima deysiz? Endi yodlash odatda o'xshamaydi. Ayniqsa Hammasini bizani tushunmaydi tushunishimiz har bo'yicha doim. yodlashni haqida gapiradigan bo'lsak, Yo'q, endi yodlash uchun o'sha bizani yodlash ham kerak. ikki xili bor-da. With context bor, keyin list sifatida bor. List sifatida endi ineffective o'z-o'zidan, chunki bu xuddi o'sha general Englishdagidek so'z yodlagandek bo'lib qoladi-da. In context yodlashga shu uchun tekst ichidan deyapman. In context haqida yodlaydigan bo'lsa bu yaxshi. Qanaqasiga so'zlarni tanlab olish mumkin. Hamma tushunmagan so'zingizni yodlamang. Hammasi ham kerak emas. Aynan 2 yoki 3 marta takrorlangan so'zlar yoki даже 4 marta bir xil so'zni ko'radigan bo'lsangiz, boya masalan isotopes so'zi haqida gapirsak, buni juda ham ko'p ko'radigan bo'lsangiz, yoki if we talk about abolitionist, abolitionist so'zi juda ham ko'p chiqadigan bo'lsa, o'shani ham yodlang. Hatto har bir tushunmagan so'zni yodlasangiz, ineffective. Bundan tashqari ko'proq verbsga e'tibor berish kerak. Nima deyishim? Verbs, adjectives rather than nouns. Yeah, I guess.
They're all equally important if they appear very often. Endi shunda fundament so'zlar haqida gap ketyapti, to'g'rimi? Verbs ko'proq keladi, verb o'zini yodlashsa noun shaklini ham bilasizki. O'shani That's also aytyapman. true. Shu uchun endi men o'zim o'quvchilarga beradigan device aytyapman bu yoqda. Endi bizda lug'at kitoblari ham bor har xil. Ivy-niki bor, College-mandaniki bor, boshqa bor. Ularni ham beramiz-ku, lekin o'quvchilarga ham ko'proq aytaman, emphasis beringlar tekst ichidan, praxis ichidan chiqayotgan so'zlarga. Chunki uni atrofida teksti bor, qayerda kelayotganini bilasiz, isolated word emas u. O'shani yodlagan eng foydali, keyinchalik o'qishingizga ham aniq qilishingizga. Tushunishga. Comprehension bo'yicha. Comprehension bo'yicha men savolim bor edi. Masalan, IELTSda tekstni o'zini tushunish uchun, masalan, 3-passage keldi, qiyin. Tekst o'zi aynan qiyin. Eve writingda ham xuddi shunaqa. Ideya olish uchun shu biz qanaqa qilardik? AI ga kirardik. Article tuzib berdimiz. Article shu uzun, qiyinroq so'zlardan nima qilgan, чтобы klub bo'lish uchun aynan o'sha tekst bo'yicha. Nima deysiz shunga? SAT da o'xshaydimi yo'qmi? Aynan AI o'sha SAT darajasidagi AI o'sha SAT ga savollarni. Da, aynan uchun. Hozirgi vaqtda lekin yo'q. Imina anaqa shu topic bo'yicha savol tuz desiz, hamma nuanslarni hali tushunmaydi. article-chi. Aynan Soddaroq bo'lib qoladimi? Da. Imina article bo'ladigan bo'lsa-da, siz gapishingiz to'g'ri. Masalan, create an article that's similar to SAT level, advanced level yoki medium yoki foundation level deyishingiz mumkin. O'shanikinda yaratib bera oladi. Lekin prem savol tuzgan shu article bo'yicha desiz, endi savol yaxshi savol tuza olmaydi, u uchun human bo'lish kerak. Da, chunki aytayotganimizda strukturasi tushunishi mumkin, lekin nuanslarni hali tushunmaydi. Da. Lekin article yordam beradimi yo'qmi comprehensionga nima deysiz? Da, yordam beradi. Yordam Ayniqsa berishi ko'proq shu SAT article'larni. Ko'proq science article, topic based. Specific. Keyin bu yoqda yana comprehensiondan tashqari bizda yana bitta muammo concentrationda. Hozirgi kunda. Ayniqsa tayyorlanayotganlarda o'sha tekstni o'qib turib oxiriga borganda boshini esdan chiqarib qo'yish, bu concentration bilan xayol chalib ketib qolishi. Chunki endi SAT bu yetarlicha uzun test. Masalan 2,5 soatga yaqin davom etadi, 2 soat 15 minut. Masalan konsentratsiya yo'qotib qo'yish oson, masalan 1 soatlardan keyin yoki yarim soatdan keyin hattoki, ayniqsa exam sharoitida agar sizda bosim bo'ladigan bo'lsa, mana shuna holatda qanaqa advice berasiz o'quvchilarga? Concentration ushlab qolish uchun, o'zi ishlatgan o'quvchilaringizga bergan. O'zim ishlatgan strategiya bo'yicha gapiraman. Bu strategiyani даже o'quvchilarga ham beraman. Ularga juda ham effektivni. Birinchi passage-ni o'qishdan oldin bu passage-ni o'zingizni qiziqtirishingiz kerak. I'll continue in English. Yeah, okay. Before you actually start reading the passage itself, make yourself interested. Exactly. In fact, force yourself to be interested in the topic. Like a lot of people lose their focus to Instagram Reels and TikTok, right? Why? Because the thing that they're watching is interesting. And they can just watch it for hours. It doesn't feel like a job. But if you start treating like the text the same way, then you can also have the same exact result. For example, I remember if I saw a passage, I would first read the blurb. It would say, this is a poem written in 2010 about black people and black lives. And then I would say, wow, I really want to read this poem. I've never read a poem by a black person before. And it would actually work. I would read it without any problems. I would also Does it understand take too it much better. time making yourself interested? No, it Like, doesn't. do you have to talk to yourself for like 10 seconds? Okay, 10 seconds though, yes. But at the same time, it's very much worth it. Because then you can read the text without even feeling exhausted. Without feeling exhausted, then you don't have to read the text. Which will save you like a minute or something. Shunaqa, bu yoqda psixologiya ham borda, bitta tekst o'qiganingizdan keyin tushunmasangiz, ikkinchi martada tushunishingiz ehtimoli juda past. Ikkinchi marta o'qiganingizdan keyin tushunmasangiz, uni skip qilgan yaxshi, keyin sveji kallada kelganingiz yaxshi. Chunki bu yoqda psixologiya ham bor. Tushunmaganingizdan keyin qayta-qayta o'qiganingizda ham foydasi yo'q. Chunki tushunmaslikka miyangiz o'rganib qoladi, shu narsa bor. Mana shu yerda ham artikellarning foydasi bor. Ya'ni bu qiziqish uchun ham artikel o'qishga o'rgangan bo'lishingiz kerak-da. Ya'ni qaysi ma'noda ozgina sizga attention span ham kerak bo'ladi. Bitta artikelda masalan boshdan oxirigacha sabr bilan o'qib chiqadigan darajada bo'lishingiz ham kerak-da. Har xil topiklarda, masalan biology bo'yicha o'qiysizmi, astronomy bo'yicha o'qiysizmi, physics bo'yicha o'qiysizmi, o'shanga doir kelganida men shunga doir artikel o'qigandim. Masalan, qani shunga qanaqa aloqasi bor? Yoki yangi narsa o'rganamanmi, yo'qmi? Yoki avval o'ylagan fikrimni men debunk qila olamanmi? Yoki shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Qiziq. Aynan o'sha menda ham shu bir xil struktura bo'lgan. Kitob o'qiyotgan payti o'quvchilarimga hozir ham shunaqa qildim. Qanchalik yordam beradi yo'q bilmayman. Shu uchun qiziqishini va bildiraman. Masalan 10 bet kitob berilgan, o'qish kerak boshdan oxirigacha. Iloji boricha novel, asarlar. Ya'ni oddiy kitob emas, chunki SAT da oddiy narsalar bo'lmaydi. Ko'proq novellar bo'ladi.
Endi o'sha boshlagan paytingiz masalan concentration aytaylik 5-betiga borib yo'qoldi. 6-betdan siz yana o'qiysiz, bilasiz, bir beti уже kuydi. Ya'ni bir betini tushunmadingiz. O'sha yerda nima qilish kerak deysiz? Men aytaman, o'sha 5-betga qaytib, tushunib boshdan o'qish kerak. Ya'ni qancha masalan 10-betda masalan aytaylik 5-betdan adashib 10-bet o'qigan bo'lsangiz ham orqaga qayting deymiz. Qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? O'zi fiction o'qitasizmi? Bu yaxshi fikr. Yo'q, o'quvchiga fiction o'qitib o'tirmayman. I don't think it's Not worth it. It doesn't appear that much. If the person is interested in the book, then they should definitely try reading it. But otherwise, it takes too much time away from their SAT practice. Like a person can finish a book within, let's say, 8 hours. Right. But how much incremental difference is it going to make in their result versus spending 8 hours actually preparing for the SAT and solving SAT questions? Xuddi shunday. Bundan tashqari fiction unaqa ko'p ham tushmaydi. Masalan, undan ko'ra science o'qiganingiz yaxshi. Ko'proq. Mana o'quvchilar shuni aytaman, fiction unaqa qiziqmaysanglar unaqa ko'p o'qib o'tirmanglar, o'zingizlar majburlab. Keyin poemlar haqida nima deysiz? Poem hozir tushmayapti lekin kam tushadi. Yo'q, bor. Tushadi. Bitta modulda kamida bitta bor. Ikkita bo'lmasa. So what's the question? The What's the question? Like many students find them difficult because they use like old English, currently not used words and stuff, and therefore they struggle understanding. Like for example, they don't understand like a couple lines, and then they lose motivation. Yeah. Yeah, the easy way to deal with the poems is to not focus on every single word that's mentioned there, but try to understand the gist of what they're talking The main about. idea. Exactly. Har bir so'zga tushungan so'zlaringizdan bitta narsa yasashga harakat qiling. Masalan, ichidan bir 5-6 ta so'z tushunishi mumkin. Lekin bitta umumiy complete picture yasasa bo'ladi. O'shani o'ziga esimizga ham tushirishimiz kerak, что poem o'zi nimaga yaratadi? Poem nimadir o'rgatish uchun emas, poem nimadir his qilish uchun. Shuning uchun o'quvchiga har doim aytaman, what do you feel when you read this poem? What do you gain from this poem? The tone. Exactly. O'shani o'zi ham yordam beradi. Masalan, encouragementmi, calling attentionmi yoki masalan boshqa narsa haqida yozilganmi? Ya'ni negativmi, ohangi pozitivmi, shunaqa narsalarni ham. Shunda basically feeling haqida-da, to'g'rimi? Exactly. Chunki poemni tushunsangiz ikkita variant chiqib ketadi. Kamida. Negativ pozitiv bo'lsa, negativ chiqib ketadi. Shu pozitiv bilsangiz. Chiqib ketadi, balki 3 ta variant ham chiqib ketishi mumkin agar. Shunaqa. Aniq masalan, this poem is calling attention to something this is. Variantlarda bitta call attention bo'lsa bo'ldi, shuni bosib ketaverasiz. Shunaqa. Shuning uchun mana No, not given yes bo'ladi shunda. Как IELTS language bo'yicha tushuntirganda, 3 tasi noto'g'ri, bittasi to'g'ri. Shunaqaroq bo'lib qoladi. Da. Mana insonlar ko'rib turganingizdek SAT admission jarayonidagi juda ham muhim element hisoblanadi. Bu sizni birinchi navbatda filtrdan o'tib olishingiz uchun muhim, universitetga kirishingiz uchun muhim va albatta grant imkoniyatlariga o'ylab ko'rishlari uchun ham sizga SAT natijasi juda ham muhim hisoblanadi. SAT ni esa qayerda o'qishi juda ham yaxshi bilasiz. Bu bizda Hero Academy onlayn hamda offline kurslarimiz bor. Natijaga ham biz albatta kafolat bera olamiz. Nimaga natijaga kafolat bera olamiz? Chunki bizdagi O'zbekistondagi barcha o'quv markazlari va onlayn kurslar ichida eng yaxshi nazorat yo'lga qo'yilgan, ota-onalar bilan ham eng yaxshi aloqa yo'lga qo'yilgan. Bu narsani kursga qo'shilganingizdan keyin xudo xolisa o'zingiz ham bilib olasiz. Hozirgi vaqtdagi offline filialimiz Toshkentda Bolonzor metroni shundoqqina ro'parasida metrodan 2 daqiqa yo'lda joylashgan. Lokatsiyasini bu yoqda berib qo'yamiz. Telefon raqamlariga esa yoki Telegram manzillarimizga bemalol yozib, murojaat qilib, bu haqda batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Endi esa podkastga qaytamiz. Xo'p, bu yoqda yana admissions bo'yicha ham savollarga o'tamiz. SAT ni o'zi yetarli bo'ladimi? Shunaqa universitetlar o'zi bormi? Ya'ni masalan SAT bilan normalniy grant yutsa bo'ladigan deylik. SAT si zo'r, IELTS masalan pastroq, deylik даже o'sha 7 ham emas, baholar munayroq, essay normalniy yozmagan, lekin SAT si zo'r, masalan 1500. Bormi shunaqa universitet? Yo'q. Ko'rmagansiz? Nasib bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, masalan Xitoyga topshiradigan bo'lsangiz, chunki ularning application process bizlarnikiga yaqinroq, xuddi bo'lik To'g'ri. holistic emas, Score ballarga based. ko'proq qaraydi. Exactly. Shunaqa. Shunaqa holatlardan bo'lishi mumkin. Yoki masalan masalan olib tashlaymiz because I don't have an example. I realize I don't actually have an example. US da emas, at least. Ayniqsa American universitylarda emas. Chunki American universitylarda hech kim ko'p odam topshiradi. To'g'risida yaxshi SAT ball bo'lishi mumkin, but if we talk about the competition, they also have Sizdagi SAT yana bir 1000 ta odamda bor-da. Exactly. Shuning uchun faqat SAT orqali emas, har doim ko'proq qilishga bog'liq. Shuning uchun ko'proq narsa aytiladi. Chunki endi bu savolni men berdim. Ko'pchilik so'raydi-da. SAT oldim, keyin nimadir qilish kerakmi yoki SAT ni oxiriga taqab qo'yadi masalan. O'sha dekabr imtihoniga taqib qo'yadi, boshqa hech narsa qilmaydi.
bahosini oladi, SAT'sini oladi, shu bilan topshiradi. yoki bir xil odamlar menga yozishadi. Men IELTS 9 olsam, anaqa MIT ga qabul qilishadimi? Вот. Qanchalik Boshqa hech nimani hisob qilmayapti, просто IELTS ga qarayapti. hali SAT ham yo'q. O'sha narsa borda. Yoki shu SAT'siz kirish o'zini ham boshqa narsani. Endi men unaqa o'quvchilarga ko'pincha javob beraman, kirasiz deyman. No, grant kutmang deyman. Keyin o'sha IELTS bo'yicha Shunaqa javob beraman. IELTS bo'yicha ko'pchilik hozir endi O'zbekistonda shunaqa edi. O'qiyotgan paytim aynan. Minimum 2,5-3 yilni IELTSga tikadi. Bo'ldi, boshqa hech nima qaramaydi, matematika yo'q, ingliz tili yo'q, faqatgina IELTS. Ya'ni IELTS olsam bo'ldi degan. Qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, masalan, SAT'ni ham boshlash kerakmi yonda? Ili IELTS rostidan tugatib, oxirigacha yetkazib, keyin SAT boshlash kerak. Yoki IELTS va shay oxirida qilish kerak. Yoki oxirida qilish kerak. Chunki SAT'ni readingini agar tushunsangiz, IELTS'dan reading qismidan 8.5 bor deganda, easy deganda. Writing ham yaxshi yoza olasizda. Ha, o'sha writing resource borsiz, writing grammatikasini bilasiz. Listening bo'yicha bitta kino qo'shib qo'ysangiz bo'ldi, masalan, oldiga. Rostdan. O'shanga qancha nima deysiz? IELTS ga o'zi masalan qancha vaqt sarflanishi kerak va qachon o'qish kerak? Har xil sinflar uchun. Endi masalan hozir har xil sinflar bo'yicha kelyapmiz. Birinchi o'rinda любой sinfga tavsiya beradiganim, birinchi o'rinda SAT boshlagani baribir yaxshiroq. Endi odamlar aytishi mumkin, siz SAT ustozsiz, shuning uchun birinchi SAT boshlash. Lekin men hozir ikkita sabab beraman. Shu ikkala sabab orqali nega SAT birinchi boshlash kerak. Birinchi sabab SAT IELTS ga nisbatan qiyinroq, lekin bir xil ingliz tili level bilan boshlash mumkin. Intermediate. Masalan, intermediate, B2, intermediate B2 bilan IELTS boshlasa bo'ladi, SAT ni ham xuddi shunaqa. Lekin SAT qiyinroq bo'lganligi uchun, SAT ga shuncha ko'proq nima deydi? Stress ketadi, shuncha ko'proq o'sim ko'rasiz, and by the time you actually do get 1400, 1450 on the SAT, getting IELTS 7 is not going to be a problem. Yeah. I've had certain students in the past who came to me with IELTS 6.5 and they studied for 3 months. They managed to get 1400 on the SAT. They retook IELTS after maybe about a week or 2 weeks of studying IELTS and just got 7.5. They just improved their IELTS score because shunaqa, ya'ni SAT-ni o'qib turib IELTS просто так 0.5 yoki 1 ball o'sib ketib qolish mumkin. From nothing. Endi ikkinchi sababi SAT kattaroq rol in the applicationga. Boya ham gapirib o'tgandek, shu qanchalik yuqori SAT ballingiz bo'lsa, shunchalik imkoniyatingiz ham oshadi. To'liq grant yutib olishga. IELTS bilan unaqa emas. IELTS dan 7 ni o'zini olsangiz yetadi. IELTS dan 7.5 8 olsangiz-chi farqi yo'q. Lekin shu yerda gap tugaganmi? Yo'q, tugadi. Ha, bo'ldi. Uzr gapingiz bo'ldim. Shu yerda e'tirozlar ham tug'iladi-da, o'quvchilardan boshqadan. Lekin IELTS ko'proq joyga o'tadi-ku. IELTS ko'proq vaqt ajratib olib qo'ysak, bizda ko'proq option bo'lmaydimi universitetga topshirish? SAT asosan faqat US ga o'tadi, boshqa joyga o'tmaydi-ku, u yoq degan e'tirozlar bo'ladi. Shunaqa holatda nima deysiz? O'zi umuman masalan 10 ortiq davlatga o'quvchisi ketgan, hammasi SAT bilan ketgan, to'g'rimi? Demak, hammasiga SAT haqiqatda kerak bo'lgan, faqat US emas bu yoqda. Shunaqa holatda nima deysiz masalan? IELTS nisbatan keng tarqalgan, ko'proq tan olinadi. Shu uchun we should prioritize it more. Endi faqat O'zbekistonda IELTS 8, IELTS 8.5 ga e'tibor qaratishadi. Masalan, o'zingiz kerak Central Asia University yoki Team University ga topshiradigan bo'lsangiz, alohida даже grant ajratib berishadi. Bizda bor, bizda xususiy Amerikadagi universitetlarda-chi unaqa emas. To'g'ri. Yoki umuman 8 bo'lsa, boshqa universitetlarda yo'q. Yevropada ham boshqa joyda. Shu main problem shunda-da, IELTS ga birinchi IELTS boshlashadi. 11-sinfning oxirigacha o'qishadi. Qariydi, o'sha vaqt qolmadi. SAT 3 oyda 1300, 1250 chiqadi bo'ldi shu bilan. Ya'ni gap yerga qolib ketadi yoki O'zbekistonda qolib ketadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim o'sha ajratilgan vaqt masalan 3 yil bo'ladigan bo'lsa, 2,5 yilini IELTS ga tikishadi. Shunga aytmoqchi bo'lganim SAT mi, IELTS mi? SAT boshidan boshlash kerak, to'g'rimi? Da. Keyin shu yerda mana O'zbekistonda qolib ketadi degan o'quvchilar bo'yicha savolim bor edi. Masalan, o'qishga kirdi, lekin hali ham u xohlaydi chetga topshirishi. Masalan, birinchi kursda. Shunaqa o'quvchilar birinchidan motivatsiyasini yo'qotib qo'ymaslik uchun, ikkinchidan o'sha haqiqatda masalan 1 yil, 2 yil kerak bo'lsa gap year bilan universitetga kirish uchun nima qilish kerak? Nimalar qilish kerak? Birinchi o'rinda gap year oladigan bo'lsa, o'quvchi o'zi tushunishi kerak, shu gap year bu yomon narsa emas. Даже yaqinda bitta o'quvchi mendan so'ragandi. Mr. Abdulaziz, men gap year olsam anaqa qanchalik yomon ta'sir qiladi? Men o'ylamanda, даже buni framing noto'g'ri. O'ylab что 1 yil ortiqcha sarflasachi, bu уже наоборот shansini tushiradi. Endi o'quvchilarning o'zidan ham so'rab ko'raman-da. Bu masalan bir kishi so'ragan, lekin ko'pchilikda bor u narsani. Exactly. Masalan, o'zingiz ham o'ylab ko'ring-da, siz Westminsterga, O'zbekistondagi Westminsterga 18 yoshligingizda topshirsangiz yoki 20 yoshligingizda topshirsangiz, negativ joyi bormi? Yo'q. O'zimizning universitetlarimizga ham shunaqa. Farqi yo'q aslida necha yoshligingizda topshirishingiz. Masalan, meni eng katta o'quvchim, katta deganda
I'll speak this part in English. My oldest student who won a full scholarship was 21 years old. Oh. Buni o'zbek tilida qanday desa bo'ladi? Oldest. Eng katta, yoshi katta Eng o'quvchi katta, da. da. 21 Eng yosh. katta o'quvchim shu anaqa 21 bo'lgan. 21 degani bu bakalavr bitiradigan yoshda. Qaraganda. 3 yil. 3 yil. 18, 19, 20, 20 yo 4 yil ekan почти. Даже 4 yil. Chunki 21 yoshda bitirib chiqyapti. Shunaqa. Endi bu nimani aniqlaydi? Bu aniqlaydi, shu даже 21 yoshligingizgacha Da. to'liq grant yutish imkoniyatingiz bor. 3 yil, 4 yil gap year bilan ham. Grant yutgan to'liq, pul to'lish. Patience katta ekanda, juda ham patience. Patience katta, keyin o'sha orzusini tashlab yubormagan. Shunaqa. Yarim. Bizada O'zbekistonda qolib ketish riski nima? Gap year riski nima? Ko'p gap year qolib ketganlar bo'ldi. Qolib ketdi. Unda. Endi ota-onalar ham o'ynaydi. Ota-ona ham rol o'ynaydi, lekin masalan, chetga topshirayotgan o'quvchi should be nima desam bo'ladi? Pishiqroq bo'lishi kerak. Shunaqa. Ota-onasi bilan kerak bo'lsa argumentlarni yenga oladigan, ota-onasi qarab o'tirish kerak. Da, o'zini fikri o'tadigan bo'lishi kerak unaqa. To'g'ri. Или просто ota-onasiga ko'rsatish kerak, что man shu applicationni seriozdan qabul qilayotganligimni. Chunki ko'pchilik o'qiyotganini. Exactly. Da. Ko'pchilik ota-ona nega anaqa yo'q gap year olmagan deyishadi, chunki bolasini biladi yoshligidan beri. Yoshligidan beri bu bola sal dangasalik bo'lgan. Shuning uchun aytadi, yo'q, unaqa qilmagin deb. 1 yil bo'sh qolsa buzilib ketadi deb o'ylaydi. Shunaqa. Exactly. Shuning uchun men nima tavsiya beraman? Hop, ota-onaga anaqa gap year so'rashdan oldinchi birinchi plan tuzib olgin. Har oy nima qilasan? O'sha planni hozirdan boshlagin, ulardan so'rashingdan oldin. O'shandan keyin ular rostdan ko'rsatadi. Ko'rsa qila olasan deb. qancha dars qilayotganini, boshqa narsa, nimalardan voz kechayotganini. Keyin plan bilan kirsa bo'ladi. Exactly. O'shandan keyin ota-onasi ruxsat oladi. Mana bu plan, men 1 oydan beri qilyapman, dalshi ham qilaman. Ishonsanglar bo'ladi. Shunaqa. Ya'ni ishonch muhim hozirgi kunda. Xo'p. Tushunarli. Keyin mana bu universitetlarga topshirishda asosiy 6 ta faktor bilamiz bu vaqt. Ko'p gapiraman. Bular bizada SAT, IELTS, GPA, essays, recommendation letters, activities. Xo'p, mana shularni nima desam bo'ladi? Muhimligini bilamiz, boshqa bilamiz. Men o'zim qisman ranking qilishga ham harakat qilganman. Like to my knowledge. Siz fikringizcha qanaqa bular kategoriyaga ajrata olamiz? Endi ranking qila olmaymiz, to'g'ri, chunki hamma universitet har xil narsani qadrlaydi. Kimgadir SAT muhimroq, kimgadir essay ko'proq muhim, kimdir activity ko'proq qaraydi. Lekin stages bor bizda, to'g'rimi? Filtrlar dedik boya. IELTS da birinchi filtrga qo'ydik. Qanchalik masalan o'ringa ega bularning hammasi? Bulardan 6 tadan tashqari yana nimalar bor bizda? Men shu 6 ta anaqa gruppirovkanichi 2 ta kategoriya qo'ygan bo'lardim. Birinchisi getting through the door, ikkinchisi esa actually getting accepted. Being different. Exactly. Getting through the door deganda I'll say this in English. These universities accept tens of thousands of students every single year. They have this many applicants. They can't really check tens of thousands of people themselves. Their team is not that big. So they're going to automatically remove some students. Who are they going to remove? The people who have low SAT scores, really low GPAs, or maybe even not enough IELTS score. Buni даже o'sha odam qilmayotgan bo'lishi mumkin-da. Maybe they're using AIs to filter them out, yeah. Shuning uchun birinchi o'rinda get through the door qilish kerak. Shu SAT esa yaxshi bo'lishi kerak. Birinchisi demak SAT. IELTS. Ikkinchisi esa IELTS obviously. Shu school grades. Uchinchisini yaxshi qilib olgan bo'lsa, standard scores. Ya'ni baholar, ya'ni aniq baholar bo'ladigan narsalar. Raqamlar deb. Raqamlarga bog'liq bo'lgan hujjatlar bizda demak o'sha birinchi filtrdan o'tadi bizani. Просто так AI tomonidan filtrat bo'lib ketmasligimizni ta'minlaydi. Keyingi bosqichi keyingisi qualitative da. O'tda raqamlar emas, o'sha keyin so'zlarga bog'liq. Da, so'zga bog'liq. The most important thing would be the personal statement. The personal statement and the supplemental essays. Why? Because they show more about you. Odamlar ko'p e'tibor activitieslarga qaratishadi. Activity listini kuchli qilaman deyishadi. Lekin bunaqa activity listni любой odam tuzishi mumkin. Masalan, siz juda ham yaxshi activities list tuza olishingiz mumkin, lekin buni qanaqasi isbotlab berish mumkin? O'quvchi isbotini shu essayning ichida ko'ramiz. Shunda aytaylik, align qilish kerak-da, bor narsa. Make sense qilish kerak gapirgan. Ya'ni essay o'qib turib buncha narsani qila oladigan odam deb ishonish kerak. Exactly. O'sha tarafi ham bor, lekin faqat activityning o'zi ham kerak emas-da ularga. They want to see what type of person you are. Right. So for example, if you tell them about some kind of debate club that you participated in, they don't really care about the debate club itself. They care more about what you learned from that debate club and how it improved you as a person. So there might be an essay that asks, what was a moment in your life where you were struggling and you wanted to give up but you didn't? Then you can talk about the debate club inside that essay. Yeah. Shunda men essaylarni har doim cake sifatida o'ylayman, tort sifatida o'ylayman. Bizning activitylarimiz bu ingredient xolos. Da, shunaqa. Ingredient o'zi zo'r bo'lsa ham-chi, lekin yaxshi cake yarata olmasangiz. Yarata olmasangiz, u bir tiyinga qimmatda. Xuddi shunaqa narsada. Demak, o'sha essayning ichida activitylar ham bo'lishi kerak.
activitylarni qo'shmasdan esse yozsak ham quruq bo'lib qoladi. Exactly. O'zi nima haqida yozishingizni ham bilmay qolasiz. There's nothing to even talk about. You have no ingredients. Lekin qancha ko'p activityga endi o'zingiz nima qilgan bo'lsangiz, overall olib qaraganda, shuncha sizda ko'p actionlar bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim 10 ta qilgan bo'lsangiz, 10 tasida case bor. O'shani talashingiz ham mumkin. Masalan, ba'zi bir o'quvchilarda 2 ta 3 ta qilib qo'ygan bo'ladi, lekin story kelmagan. Ya'ni yaxshi story yo'q. Personal statementga qo'yadigan. U uchun nima qiladi desangiz, ko'proq odamlar, o'sha bolalar o'zini endi har xil vaziyatlarga tiqib ko'rish kerak. Mana qanaqa bo'lyapti? Ya'ni activityning ichida. Ana o'shandan keyin story manimcha yaratsa bo'ladi. Chunki Crimson bilan ishlayotgan paytimizda xuddi shunaqa bo'lgan. Qaysi activity senga o'zi kerakli, o'zingni ko'rasan, ko'rib bilasan. Men sport deganman, to'g'ridan-to'g'ri. Bo'ldi. Ana o'shandan gaplashamiz. Qanaqa qilib kelgansan o'zi? Ya'ni story ketyapti, yaratilyapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa deb o'ylayman. Asosiy activity bo'ladi. Da, asosiysi da. Ya'ni o'zingiz yoqqan baribir bo'lsa, o'shani yoritib berganingiz yaxshiroq. Nechtagacha activity normal deysiz? Nechtadan nechtagacha? O'zi maksimum 10 ta mumkin. Kommunatda. Lekin men o'zim tavsiyam bo'yicha 4 ta shart. 4 tasini qanaqasiga 4 ta minimum? I'd say yoki 4 optimum? is a good amount. Yeah, an optimal amount. It's What's the minimum? 3, 2, 2. If you have only one, then it's a problem. Yeah. Like if you have 2, you could still pull it off. Like I like to break up the activities into 3 different categories. There's the activities where you actually create something, so it's generative, it's creative. Capstone. Exactly. And the second one would be physical activity, stuff to where you actually do stuff like sport, as you were mentioning before. Yes. And the last one would be service, where you actually help people. And that's like the priority. Right. Volunteering or leadership, things like that. So we have creativity, activity, service. They taught us that at TIS. Hozir uchalasidan bitta bo'lsa bo'ldi yetadi deysizmi? Da, bir xillaricha ikkita kategoriya ham kirib ketishi mumkin. Da, to'g'ri, Let's say shunaqa. we're talking about a fitness plan. Fitness plan is creative because you have to create and edit the fitness plan, and it also goes into activity Right. because you're doing physical activity. You're also that? teaching people, which is service. I mean like a personal fitness plan. Yeah. Bunaqa holatlarda da. Yo'q, Lekin boshqa odamga training qiladigan bo'lsangiz ham da uchinchisiga Da, ham plus bo'ladi. o'shani aytishdi. Tushunarli. Xo'p, demak uchalasidan ham qilishga harakat qilish kerakmi shunda? Yeah, those are basically the 3 types of activities that you want to prioritize. I see. Inside your activities, you also want to look at positive traits that you can demonstrate. Maximum aytmadik? 6, 7? I'd say yeah, around 8 is the maximum. Around Don't do 10 because if you write 10, then it's going to just think. Suspicious. Любой First of narsani all. tiqtashyapti deb o'ylaydi. Keyin o'sha activitylar bir-biriga bog'liq bo'lishi kerakmi? Yo'q, shart emas. Of course, like some of them need to be related to each other. For example, a big part of mine was public speaking. Like I had debate captain written there, and I had like TEDx event written there as Two well. different activities in the same category. Yeah, but both of them are related to public speaking. somehow. The same topic. Tushunarli. Recommendation letters-chi? Qayerda turadi Recommendationlar bizda? ham rol o'ynaydi, lekin recommendationlar qanaqa rol o'ynaydi? Buni gapirib chiqishimiz kerak. SATs'ni o'zingiz topshirib, o'zingiz shu ballni olasiz. GPA's ham o'zingizga bog'liq. Essaylarni ham siz o'zingiz yozasiz. Lekin recommendationlar esa-chi, siz o'zingiz tuzmaysiz. Boshqa odam sizni nomingizda tuzib beryapti. Boshqalarga qanaqa ko'rinishingizni belgilab beradi degan. Exactly. It shows who you are in a different perspective. I see. Da. Uchinchi shaxs tarafidan aytish, gapirgan. Bu ham o'sha ikkinchi kategoriyaga kiradimi? Da, bu o'sha Being different quality. Tushunarli. Yana qo'shimcha faktorlar bormi 6 tadan tashqari? Qo'shishimiz mumkin bo'lgan. Social media derdim. Social media activity kirmaydimi? Not really, no. Because in some cases they might just want to check your social media account to see if you're a good candidate. Now this is a very rare case, but let me explain a type of situation. Imagine the admissions officers are trying to select 4 more students, but they really like 9 applicants. How do they remove 5 of them? They like all of them already. The only thing that they're able to check is now the social media account. Famousness. No. Not about famousness, but rather how What they kind behave. of post they are. Exactly. What kind of things they're posting. If you have like With black whom and white they are posts, socializing, or like to you're whom trying they to are post like some kind of gun, or you're talking just about how like women are this, women are that. To whom they are followed. So That matters. basically it's about like carving out like the mistakes, right? Yeah. Yeah, from students. Trying to find a reason to remove Yeah, people. trying, Yeah, yes. turnochidan The kirib reason. Shunaqa bo'ladi. Bir odam o'ylashi mumkin bu holatda просто private account qilib qo'ysamchi, privat qilib qo'ysamchi. Ochadi O'xshamaydi, baribir. chunki yo'q gap ochilish emas, ko'radi private account deb animal buni olib tashlaveramiz deydi. Da. We can Do you find a know better what I person. mean? You actually want to have your Nimaga profile. bizadan yashiryapsan? Yashiradigan nimang bor? Deganda. Undan ko'ra public qilgin, lekin public qilsang hamchi presentable bo'lsin. Samsangiz sas deydi. The best way to know if your social media account is presentable or not is to show it to your uncle. Or think to yourself, can I actually show my account to my uncle?
Bir xodam o'ylaydi, I don't want to show my social media to my uncle. You have a problem with your social media. Tushunadi. Men masalan o'zim social media page'imni любой anaqa otanam yoki Ko'rishi qarindoshlarning mumkin. ko'rsata olaman. Chunki menda juda ham nima deydi, presentable. Presentable, nothing cringy. Da, hammasi Nothing that you to'la. hide from certain Keyin people. undan tashqari o'sha followerslar bo'yicha keladigan bo'lsa 200 mingta, 300 mingta followerlar bo'lgan studentlar. Ahamiyatga ega emas. Qanchalik o'sha eshitgandim, ba'zi birlar Instagram orqali o'sha yoqqani, masalan, page yoqqan, endi volunteering qilgan bo'lishi Endi mumkin activity-ga kiradi. Bu activity-ga kiradi. Activity kiradi, follower soni, boshqa narsa. Follower soni lekin baribir activity-ga umuman hisobga kirmaydi. Yo'q, aynan da it o'sha doesn't prove bo'yicha anything. aytmoqchiman. Aynan social media bo'yicha famous bo'lsa, ba'zi bir universitetlar aynan shunga qaraydiganlar bor ekan. Aynan Ivy League'da ham bor ba'zi birlar. O'sha qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? But we're talking about a different type of famous. You're talking about the type of famous where like it reaches the universities Yes. themselves. They're able to know about you just because you have a social media account. But if we're talking about someone who says, "Oh, I'm going to create a social media account. I'm going to do cooking on social media, and I'm going to buy 50,000 followers," they're not going to care because they see a big number, but they see like really terrible posts on social media. Right. Or inside your essays, you don't have an opportunity to talk more about your cooking skills. They're just not going to care about that activity. Hech qanaqa rol o'ynaymaydi qancha followerlaringiz bo'lsa. Tushunarli. Boya direction haqida gapirib ketdik, ya'ni ikkinchi faktor sifatida SAT uchun hamma narsada demak sizga yo'l chizib beradigan odam muhim. Admissionda qanaqa ishlaydi bu narsa? Admissionni bir o'quvchi o'zi qila oladimi? Mana shu hamma narsani yoki unga ustoz bo'lgani yaxshiroqmi yoki Direction bilan guidance juda ham katta rol o'ynaydi. qanday tanlash kerak ustozni? Konsaltingga borish kerakmi? Yoki prezident maktabida o'qish shartmi? Xususiy maktabda o'qish kerakmi, internationalda o'qish kerakmi yoki masalan private tutorlardan ham topsa bo'ladimi? No, da siz savolingizga javob berishim uchun guidance juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki esimda borda o'zim topshirayotgan paytlarnichi savol tug'ilganda просто savol tug'ilib qolganda menda, am I supposed to send my CSS profile right now or do I send it after my application or am I supposed to do it after I get accepted? Yes. You now just have like a question, and that's just one question. There's so many other factors Yes. you also need to take into Totally. consideration that you just don't have an answer to. So having guidance really matters there because you can just ask the person the question and they're able to give you a concrete answer. It removes all confusion away from the application All process. confusion saves your time, saves your the energy, the stress. SAT va IELTS ga tayyorlanish uchun ustoz kerak bo'lgani kabi universitetlarga topshirib grant yutish uchun ham sizga albatta to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan mutaxassis ustoz kerak bo'ladi. Bu narsa bizani hozir mehmonimiz ham aytib ketdi, yo'lingizni ancha qisqartiradi va ko'p savollaringizga yechim berishi mumkin. Shu sababdan ham biz Hero Academy jamoasi top universitetlarga kirgan talabalar sonini ko'paytirish uchun O'zbekistondagi yoshlarni chet elda grant bilan o'qishiga o'zimizni ulkan hissamizni qo'shish uchun 1000 ta grant loyihasini yo'lga qo'ydik. 1000 ta grant loyihasi haqida bundan keyingi podkastlarda, bundan keyingi videolarda yanada batafsilroq aytib ketamiz. Shuningdek, ijtimoiy sahifalarimizdan bu haqda bilib olsangiz bo'ladi. Umuman olganda, mana shu loyiha tarkibida biz admission kursini yo'lga qo'yapmiz. SAT kursimizni bitiruvchilari va shuningdek SAT va IELTS natijalarini olgan boshqa demak elementlarga e'tibor bermoqchi bo'lgan yoki ayni vaqtda SAT hamda IELTS ga tayyorlanayotgan va universitetlarga boshqa hujjatlarini tayyorlashga e'tibor qaratmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun maxsus. 8 haftalik rejamiz asosida siz top 300 universitetlardan 100% grant yutish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. 100% grant yutish sirlarini o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu programmamiz bizda ham offline ham onlayn shaklda mavjud. Xudo xohlasa mana shu programma haqida ham bizni administratorlarimizga yozib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Chunki Hero Academy'dagi keyingi grant bilan chiqqan o'quvchi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Endi qayerdan mentor topish kerak? Bu narsaga ham yetib o'tishimiz kerak. Qanaqa yaxshi mentor topish kerak? Birinchi o'rinda shu mentorning o'zi to'liq grant yutib olganmi yo'qmi? Shu narsaga birinchi o'rinda qarash kerak. Xo'p, to'liq grant yutib olgan ekan. O'zini o'quvchi natijalari bormi? Chunki o'quvchi natijalari yo'q bo'lsa, qanday bilasiz, что bu odam o'zini bilimini sizga bera oladi? Qarang, bu o'zi yutmagan lekin o'quvchilar yutgan bo'lsa-chi? U ham suspicious. Mentally Chunki prosta o'ch. anaqa aytaylik 5000 ta odamdan anaqa texnika o'qitgan bo'lishi mumkin. O'sha odamlarnichi bir ikkitasi Baribir chiqadi. javob 5000 ta odamdan da probability katta juda ham. Exactly. Yaxshi chiqishida. Shunaqa. Bir Tayyor qatorlarni material ham o'zim bo'lsa. ko'ramanda, ularda juda ham yaxshi natijali o'quvchilar chiqishadi, lekin qarasamchi o'quvchi o'zi eplagan ekanda hamma Ha, narsani. yo'q. Mentor umuman foydasi tegmagan u situatsiyada. Hammasini o'zi Chunki qilgan. baribir mentorni o'zi ham to'liq grant yutib olish kerak, ko'rsatkichda shunday. Ko'rsatish uchun. Da. SAT'da ham shunaqa. Mentor o'zida ham yetarlicha balanskor bo'lishi kerak deymiz, to'g'rimi? Keyin mana shu odatda formula tuzib ketsak. Endi to'g'ri formulasini tuzish juda ham qiyin bu narsani. Admission chunki
standartli narsa emas, to'g'rimi? Universitetlar endi ba'zida kayfiyatga qarab tanlaydi, qo'pol qilib aytganda. Vaziyatga qarab tanlaydi, o'sha vaqtdagi siyosatga ham qarab tanlashi mumkin. Lekin generally, masalan, o'rtacha grant yutadigan o'quvchilarni bitta umumiy formulasini tuzsak, mana shu yerda keyin blitz savollarga o'tsak bo'ladi. Okay. Примерно roadmap tuzarkansiz. Да, roadmap 100% grant yutish uchun masalan 100% grant teng formulasi. Okay. Birinchi o'rinda anaqa SAT ga baribir e'tibor qaratish kerak. Chunki SAT birinchi ingredient. ko'p narsani anaqa hal qiladi. O'sha SAT dan 1450 oldi deylik. O'sha endi universal listni tuzishni boshlaydi. 1450 bilan demak harakat qilsa bo'ladi. 1400 1450. 1400 ham yetadi, 1350 bilan ham harakat qilsa bo'ladi, lekin 1450 bo'lsa o'sha grant ehtimoli deyarli kattalashadi. Да, o'z-o'zidan. Tushunarli. Endi o'sha 1450 oldi deylik. He needs to create his list of universities that he's applying for. Listni yaratayotganda nimani hisobga olish kerak? U yerdagi o'rtacha SAT nima? Sizni ballingiz ularning o'rtacha SAT dan yuqorimi yo'qmi o'shaniga O'rtachani ham median. Median, Min emas. Bizda o'rtacha deganda biz min deb tarjima qilamiz. Median boshqa narsa. o'rtadagi SAT deymiz. Da. Umuman boshqa narsa median. Anaqa topshirganlarni o'rtasidagi bolani bali. O'rtachasi unaqa bo'lishi mumkin. Topshirganlarni o'rtasidagi turgan. Masalan, 21 ta bolani 11-chisi deb qaraladi. O minda shunaqada. Median. Medianda shunaqada. Minda o'sha Min boshqa. oddiy bizda maktabda o'rgatiladigan o'rta arifmetikda. Shunaqa. Sonni qo'shib qo'yib. Hammasini kim bo'laverish shunaqa. Shuni aytib ketishimiz kerak. Unilist medianga qaraymiz, to'g'rimi? O'sha universal listni tuzdi deylik. Undan keyin esa o'sha keyin university'dagi bor majorlarga qarab chiqish kerak. And if they have a major Majorlar bo'yicha da. Major nega birinchi o'rinda qo'ymayman hech qachon, chunki birinchi o'rinda grant beradimi yo'qmi o'shanisiga qarash kerak. To'g'ri. Chunki Demak, Unilistda o'sha mediandan tashqari grant imkoniyatlariga ham qarab ketamiz, to'g'rimi? Exactly. O'quvchiga zo'r advice beraman hozir. University website-ga kirsangiz, o'tda financial aid ga kirasiz. O'tda 100% demonstrated aid degan gapni ko'rsangiz yoki full demonstrated aid degan gapni ko'rsangiz, topshirganingiz ma'qul. Chunki u gap nima deyapti? Siz kirsangiz, hamma kerakli pulni qoplab beramiz degan. 100% hammasi. Shunaqa. Da. Kirsang bo'ldi, bizga yoqsang bo'ldi degan. Endi ki major bo'yicha ham align qilish kerak deb o'ylayman, rostdan ham aytganingizdek. Of course. Da, ba'zi birlar masalan yo'q, majorlar o'qimoqchi bo'lganlaringiz yo'q. Xo'p. But here's the thing, the university understands you better than you understand yourself. So let's say even if you want to apply for urban planning, like I wanted to be an urban planner, it turns out I was actually not going to be a good urban planner based on my activities, based on my essays, and it turns out I was actually going to be better for journalism. That's why Northwestern accepted me. I never thought I'd be good at journalism, but Northwestern saw that even before I saw it. Yeah. And that's why they accepted me. So it's important to look at major, right? But sometimes the university understands you better than you understand yourself. Tushunarli. Xo'p, demak bizda hozir formulamizda SAT bor, universitet ro'yxati bor, keyin majors bor. Universitet ro'yxat tuzgandan keyin majors bo'yicha bir qismini yana chiqarib yuboramiz ham dedik, to'g'rimi? O'sha chiqarishdan oldin Unilistimizda nechta bo'ladi? Endi to'g'ri Common App bo'yicha topshiradigan bo'lsa, o'sha maksimal 20 taga topshiradi. Lekin men 20 ta tavsiya bermasdim. 12 ta 15 taga topshirganda baribir yaxshi. Nega? Chunki 20 tasiga topshiradigan bo'lsa, слишком ko'p universitet har biriga yetarlicha vaqt ajrata olmaydi. Shuning uchun 12 ta 15 ta tanlash. Bolani o'ziga qiyin. Exactly. Aytaylik, mobodo 12 ta 15 tasini o'sha tayyorladi, hammasiga dokumentlarni yig'di, essaylarni hammasini yozib bo'ldi. Undan keyin 16 ta, 17 ta, 18 ta qo'shib ketaversa bo'ladi. Qarasa bo'ladi. Exactly. Lekin boshlang'ich listida 12 ta 15 ta bo'lgani yaxshi. Keyin o'sha Ivy League ga topshirayotgan bola ko'p universitet tanlash kerak emas deb aytiladi. Nimaga? Masalan, Shuni bermoqchiman savol. 5 ta, 6 ta uzog'i. Ya'ni universitet Common App'da qanaqa mana masalan 20 ta tanlagan bo'lsangiz, topshirayotgan universitetlaringiz hammasi ko'rishi mumkin, qaysilarga topshirayotganingiz. Masalan, Gardga topshirasizmi? Bu degani UPenn ga kelasi topshirayotgan bo'lsangiz, UPenn ko'radi, Gardga ham topshirayotganingiz. O'shanda aytiladi, что 5 tadan iloji boricha 5 ta 6 ta. Hammasi Ivy League ga rostdan ham kirmoqchi bo'lgan o'quvchi, undan ko'p topshirmaslik kerak. Masalan, Safety University qilib qo'ymaslik kerak o'sha. Target masalan, target bilan o'sha reach 2 ta bo'lish kerak deysiz. Qanchalik to'g'ri, nima deysiz shunga? Men unaqa tavsiya bermasdim. Chunki biz boyam aytib o'tdik-ku, sizni qabul qiladimi yo'qmi siyosatga bir xil bog'liq yoki admissions officer holiga bog'liq, nasroniyasiga bog'liq. Shuning uchun qanchalik ko'proq universitetlarga topshira olsa, shunchalik yaxshiroq. Imkoniyati shunchalik ko'proq oshadi. To'g'ri, there might be some discrimination that he's applying to a lot of universities, but if you're applying to similar majors for all of them, if your story is good and if you're a decent applicant, they're not going to care too much. Tushunarli. Tushunarli. Xo'p, yana bormi yana formulamizga qo'shsak bo'ladigan narsalar?
Da, o'sha universitetlarni tanlab bo'lganimizdan keyin biz essay list tuzib chiqishimiz kerak. Alohida Google dokument yaratish kerak yoki Word dokument. O'sha Word dokument ichiga har bir topshirayotgan universitetingizni promptlarini yig'ib chiqishingiz kerak. Конечно, personal statement bo'ladi, lekin aytaylik Harvardda ikkita prompt so'rayotgan bo'lsa, o'sha ikkala promptni ikki xil stranica qilib yozib chiqing. Shunda sizda essay list degan dokumentingiz bo'ladi. O'sha essay list dokumentingizda o'sha keyin yozishni boshlaysiz har bir essayingizni. Hammasi bitta dokumentda bo'lgani yaxshi. O'shandan keyin siz organization bo'yicha ham yaxshi ko'ra olasiz. Qaysi birini yozmadim, hali qaysi biri yoqmadi. Aytaylik bitta universitetga o'sha idea kelib qoldi, boshqasini yozib o'tganingizda, sirazi o'sha stranitsiyaga borib qo'shib ketib, qaytadan keyin shu bo'yicha ham idea bo'yicha ham qo'shib ketmoqchi edim. Idea keldim, o'sha avtobusda bo'lsangiz ham yozib ketish kerak. Shunda ochasiz, yozdingiz idea. Chunki I agree. Keyin kelmaydi. Chunki kelmaydi, chunki uyga borasiz, shu kechqurun yozaman desa esdan chiqib ketadi. Ya'ni idea baribir qochib ketdi degani. Shunaqa ko'p bo'lgan. Bir vaqtlar o'sha yoshib boshlaganman, keyin esimdan chiqib qoldi. I completely forgot what I wanted to write, but it was so good deb. Bunaqalar vaqt yomon. Men shu avtobusga ketayotgan paytim kelgan idea menga. Uyga boraman deb endi uyga borib yozaman deganman. Endi uyga bordim, keldim soat 9. O'tirdim essay yozishga, yozaman, kelmayapti, o'sha idea kelmayapti. Soat 2da kelgan, kechqurun kelgan. O'shanda ham yarmini nima qilmaganman, yarim esdan chiqib ketgan. Ertasi kuni xuddi o'sha avtobusga o'tirganman. O'sha joyimda, aynan o'zi joy bo'ladi-ku, bilasizmi? O'sha joyga o'tirganman. O'tirgan paytim kelib qolgan. Yarmini yozib ketganman keyin. Shunaqa bo'lib qoldi. Shunaqa shu taraflari ham bor-da. Idea bo'yicha. Xo'p, keyin ba'zi bir supplemental essaylar bir-biri bilan o'xshash bo'ladi. Da bittasini yozsangiz, masalan, o'sha 5 tasiga bittasidan ketdi degan. Shu taraflari ham bor. Shunlari ham bor. Roadmapimizga keyin aytadigan narsam o'sha keyin recommendationlarni yig'ishga harakat qilishingiz kerak. O'sha oldindan tuzib chiqishingiz kerak. Qaysi ustozlardan. Keyin yana bitta savol shu deb berishim kerak. Conditional letter endi bu yoq sir emas. Bizanikilar o'ziga yozadi-da, o'qituvchisi nomidan. Chunki endi o'zbek maktablarida o'qituvchilar inglizcha qilib chiroyli qilib yoza olmaydi. O'zbekcha ham vaqtda. O'zbekcha yozib tarjima qildirish kerakmi? Bunaqa situatsiyada men nima tavsiya berardim? Birinchi o'rinda qanaqadir Google forma yaratsinda, imенно qanaqa the way I give it to my students is that they should create a Google form, and inside the Google form they basically ask questions, and the teacher fills out the Google form based on those questions. Like, how does the student behave during the lessons? How long have you taught the student? What do you like about the student the most? O'sha ma'lumotni hammasini yig'ib olgandan keyincha bitta o'rtog'i bilan ko'rishsa bo'ladi. O'sha o'rtog'i keyin o'sha recommendationlarni yozib beradi. Bir-biriga yozib beradi. Bir-biriga. Shunda o'sha recommendationlar yozib bo'lindi deylik. O'sha recommendationlar keyin ustozga ko'rsatadi. Ustozga aytadi, "Do you approve of this recommendationlar?" deydi. Keyin ustoz o'zining ham tavsiyalarini aytadi. "Yo, mana bu narsani o'zgartirganing yaxshi, mana bunaqa narsani o'zgartirganing yaxshi." Undan keyin esa-chi, podpisni albatta ustoz o'zi qo'ygani yaxshi. O'zi qo'yganlar yaxshi-da, bu darsda yaxshi metod aytildi hozir. Juda ham zo'r solution bo'ldi. Ya'ni bir-biriga yozish, chunki o'zingizga yozishingiz kerak emas-da. Sezib qoladi. 10 so'ng o'zingizga yozsangiz, chunki overly positive bo'lib ketasiz, bu narsa aniq. Uchinchi shaxs kerak deyapti. Uchinchi shaxs kerak, shu farq qiladi o'zi yozganidan ko'ra. Shunaqa. Xo'p, yana bormi? Undan keyin o'sha anaqa dokumentlarni hammasini yopib chiqish kerak. Checklist yaratsin o'quvchi, finansiy dokumentlar qanaqa, akademik dokumentlar nima. O'shandan keyin checklistni yaratib bo'lgandan keyin har birini o'sha yig'ib chiqadi. Endi checklistni o'zini yaratish uchun ham birinchi o'rinda CSS profilni to'ldirishni boshlash kerak. Counselor accountni qarab chiqib, qanaqa o'z dokumentlar so'rayotganligini tuzib chiqish kerak. Ko'rib chiqish kerak. Keyin o'sha essay bo'yicha aytmoqchi bo'lgan narsam. Essayda biz ikkinchi stagega qo'ydik, ikkinchi yoki uchinchi stagega qo'ydik boshida. Ikkinchi stage. Qanaqa qaraysiz birinchi stagega qo'yishga. Masalan, men tayyorlangan paytim biz birinchi stagega qo'yganmiz boshidan. Nimaga? Chunki idea bab keladi, boshqa narsalar o'zgartirishingiz mumkin, yaxshiroq story chiqib qolishi mumkin. Protsessga qo'yilganda bizga, masalan, 4 oylik bo'ladigan bo'lsa, birinchi oydan o'sha birinchi kundan essayga asosda yozib, kam-kamdan. Ya'ni bir kunda o'tirib hammasini yozish kerak emas. Shunaqa yozib bo'lmaydi. Bir hafta bo'ladimi, 10 kun bo'ladimi, o'sha ideya keldim yozasiz, ideya keladim yozasiz. Raz. Keyin oxirida o'sha masalan, aytaylik 5 kunmi, 4 kun qoldi, deadline yopishilishga. Refined version chiqadi, o'sha hamma o'sha approve qilingandan keyin topshiriladi. Qanaqa qaraysiz bunga? Ya'ni ikkinchi stagedan emas, o'sha boshlanishidan, birinchi stagedan, birinchi kundan hattoki. Bu ham yaxshi ideya-da. O'quvchilarga qanaqa tavsiya beraman essaylar bo'yicha? Eng zo'r essay eng aqlli odamdan kelmaydi. Eng zo'r essay kim eng ko'p revision qilgan. Shunaqa qo'shilaman, lekin shu narsa bor-da. Qancha ko'p revise bo'lgan bo'lsa shuncha yaxshi. Kerak bo'lsa. Shu narsalar ham bor-da. Qancha ko'p filtrdan bo'lsa shuncha yaxshi degan. Shuncha sizda ham anaqa strategiyasi yaxshi ishlaydi. Da, shunisi bo'yicha-da. Boshdan boshlash kerak. Xo'p, yana bormi elementlarimiz? Asosan shu.
Asosiy shu. Da. 100% grant yutmoqchi bo'lgan o'quvchi optimal holatda, masalan 100% degan top 50 deylik. Qancha vaqt ketish kerak mana shu narsalarga? SAT'ga, IELTS'ga qancha vaqt oldindan boshlasa ulguradi? Endi 9-sinfdan boshlaydigan bo'lsa, bu ideal holat hisoblanadi. 9 boshi. Da, 9 boshidan boshlaydigan bo'lsa, bu eng ideal holat hisoblanadi. Chunki o'sha paytda o'sha qanaqa extracurricular activity'lar qiladi, o'zining tanlagan major bo'yicha hammasiga ulgura oladi-da. Endi masalan 10-sinfda boshlaydigan odam ham ulgurishi mumkin, vaqti yetarli, ayniqsa o'sha applicationga birinchi prioritet qo'yadigan bo'lsa. Endi 10-sinf mencha kech hisoblanadi. 11-sinf. 10-sinfda, 10-sinf oxiri yoki 11-sinf bo'lsa gap yurgan yaxshi. Da, endi 10-sinf bo'ladigan bo'lsa, IELTS bilan SAT hech bo'lmasa bittasi bo'lishi kerak-da. Bo'lmasa ulgurmaydi. Chunki IELTS o'zi 2 yil olib qo'yishi mumkin shu taraflari ham. Yo'q, endi IELTS 2 yil olish kerak emas bu. Nosog'lom narsa. IELTS SAT total 6 oy beringlar o'zingizlarga, o'quvchilar. Agar ikkalasini alohida o'qisak. Shunaqa. Xo'p, endi o'sha birga o'qish bo'yicha ham hozir blitz ichida savol berib ketamiz. Bo'lmasa, sizda savollar qolmadi? Yo'q, savollar qo'shimcha. Xo'p, menda ham asosiy savollarim yakunlandi. Obunachilardan kelgan savollar ham. Blitz savollarga o'tamiz. Bu yoqda bir nechta savollar bo'ladi. Aloqasiz bo'lmasligi ham mumkin SAT admission mavzulariga. Xo'p, aksariyati aloqador. Asosan ha yoki yo'q yoki bitta gap bilan javob berib ketishga harakat qilamiz. Elaborate qilishimiz shart emas. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Birinchi savol, demak, SAT bilan IELTS birga tayyorlasa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. O'sha o'ziga bog'liq. Bir xil o'quvchilar ko'rganman, ikkalasini eplasha oladi, lekin bir xil o'quvchilar epla olmaydi. Masalan, mentalniy tarafdan epla olmash mumkin. Tayyorlanishga qancha vaqt bilan, qancha vaqti borligi bilan ham bog'liq, to'g'rimi? To'g'ri, lekin ikkalasini ham ko'tara olmash mumkin mentalniy. Mentalniy, ya'ni qancha bo'sh vaqti bo'lsa ham ko'tara olmaydigan o'quvchilar bor. Da, bir xil o'quvchilar masalan finansiy tarafdan ham ko'tara olmash mumkin yoki vaqt masalasi bo'yicha ko'tara olmash mumkin. O'shani hammasini hisobga olish kerak. Lekin bir xillar eplasha oladi, shuning uchun ko'rish kerak boshida. 2-3 hafta epla oladimi yo'qmi? Tushunarli. Xo'p, bitta gap bilan javob beramiz. O'zbekistondagi SAT'ning kelajagi haqida nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lishi kerak keyingi 5 yil ichida? Siz fikringiz? Bitta gap bilan javob beramizmi? Bitta gap bilan javob berishga harakat qiling. Qiyin savol juda. Yaxshi. Our future is bright. Demak, o'sha yosh o'qituvchilar chiqaveradi. Natijalarimiz ham yaxshilanib ketaveradi. Ya'ni bizda ko'proq hozir grant kirgan o'quvchilar bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Ko'proq bo'ladi. Central Asia uchun kvotalarni ko'paytiradimi universitetlar? Sizcha? Da. Oxirgi yillarda kuzatilayotgan narsa. Da. Ilgari masalan Garvard umuman hech kimni qabul qilmasa hamchi bitta o'quvchini qabul qildi, undan keyin o'sha bu yil ikkita o'quvchini. Shunaqa asosda kvota ajratiladi-da, to'g'ri. Endi bu boshqa narsaga ham bog'liqda. Qabul qilgan o'quvchisi qanchalik eplab olyapti? Shunaqa. Ya'ni Garvardga kirgandan keyin masalan yaxshi eplayotgan bo'lsa, keyingi yil o'sha ikkita kvota. O'sha davlatniki. O'sha davlatniki, aynan o'sha davlat. tasdiqlaydi. Shunaqa O'zbekiston. Chunki kimdir chetga ketayotgan bo'lsa harakat qilinglar, imkon qadar zo'r o'qishga. Viza bo'yicha ham shunaqa. O'zingizni yaxshi tutishga eng muhimi. Viza bo'yicha masalan kimdir o'sha F1 oladi, boshqa oladimi? Borgandan keyin qolib ketsa, bo'ldi o'sha masalan boshqalarga minus bo'ladi. Qolib ketsa, nimadir ishkal qilsa tamom. Ha, shunaqa. Shuning uchun chetga borsanglar bu mas'uliyat. Xo'p, SAT 1600 mi yoki Instagramda 1 million obunachi? SAT 1600. Demak, obunachi osonroq sizningcha. Xo'p, tak, sizga hozirgi vaqtda qaysi biri muhimroq, ishmi yoki shaxsiy hayot? Ish, ayni vaqt. Qiziq. Onlayn o'quvchimi yoki offlaynmi? Dars o'tish emas, o'quvchi. Offline. Offlayn yaxshiroq. Nimaga? Onlaynda har xil muammolar chiqib qolishi mumkin. Masalan, disiplin taraflama. O'quvchi masalan har doim darsga qatnasha olmashi mumkin yoki просто bir quloqda darsga qatnashish niyati ham bo'lmay qolishi mumkin. Yana bitta tarafi borda, o'quvchiga nimadir tushuntirayotganingizcha, prям ko'ziga qarab tushuntira olsangizchi, o'quvchiga tezroq anaqa miyasiga kiradi, chem просто Zoom orqali eshitib o'tirgan bo'lsa. Ba'zi birlar yo'lda ketayotgan bo'lsa ham, uyga ketayotgan bo'lsa ham ochib qo'yadi, bo'ldi shu bilan onlaynda. Shu taraflari bor. Endi u nazorat tarafiga borishni qiladi. Telegramda yozishmi, ovozli xabarmi? Ovozli xabar. Ovozli xabar yaxshi. Yomon tarafichi, siz o'zingizni comfort zone o'ylayapsiz, narigi odamni discomfort. Chunki siz o'zingiz eshitgingiz kelmaydi ovozli xabar kimdir tashsa, to'g'rimi? Bu taraf ham. Shu taraf bor. Xo'p, demak, IELTS 9 mi, SAT 1600? SAT 1600. Doim. Obviously. Shu javob kutdik. Xo'p, natija uchun
Qaysi biri ko'proq muhim, kuchli ustoz yoki o'quvchidagi iqtidor? O'quvchidagi iqtidor. Ustozdan ham ko'ra. Nega? Shunaqa. O'zim yoshligimdan mani ota nima o'rgatishgan? 20% preparation shu ustozga bog'liq, lekin 80% o'zingga bog'liq deb menga Shu bo'yicha men sizga qo'shib ketaman. Trenerim mani xuddi shunaqa degan. Ya'ni o'tgandan keyin o'sha dars ketmoqchimisiz? Bo'ldi. 20% bu treneriki, 80% bu o'sha sportsmenniki. 80% qancha qilsangiz bu o'zingizga bog'liq. Ya'ni 60% ni qildingizmi, shunga yarasha narsa olasiz. Shu tarafi bor lekin. Demak, o'quvchi yaxshi bo'lsa, qayerda o'qishini uncha ahamiyati yo'q. Natija qiladi. Masalan, menda ustoz bo'lmagan, ikki barobar aniq eplay olganman. Man hozirgi o'quvchilarni ham ko'ramanda, bir xil o'quvchiga masalan individual darsini berib ko'rganman. O'sha individual berayotgan vaqtimda chiqib ko'ramanda, o'quvchini prям ko'zida prям ko'rinib turibdi, xohlaydimi yo'qmi. Xohlamaydigan bo'lsa-chi, baribir yaxshi natija bera oladi. Masalan, qanchalik 4 xil o'quv markazi almashtirish mumkin. Zo'r ustozlardan o'tish mumkin, lekin natija bo'lmaydi. Exactly. Endi keyin Faqat ustozga bog'liq bo'lganda-chi, masalan, bizda undan ham yuqori natijalar. Shunaqa bo'lardi haqiqatan. ba'zi bir o'quvchilar bor, o'qiyman deydi, lekin qiynaladi, olish juda ham past, nima deysiz shunga? Ba'zi birlar masalan o'qiyman, o'qimoqchiman deydi, masalan, ko'zlari yonib turadi, lekin olish darajasi past. Qancha o'qisa ham masalan kirmaydi. O'sha topik bo'yicha concentration bo'ladi, boshqa narsa bo'ladimi? Aynan memory bo'yicha balki bo'lishi mumkin. To'g'risi genetikaga ham bog'liq narsada. Ba'zi bolalar bor, olish sekinroq, tabiatan. Toma. Da endi shunga просто ko'proq vaqt ajratish kerak demak. Vaqt ajratishga muhim ishtiyoq bo'lsa bo'ladi. Chunki o'zi xohlamaydigan olish tez bolani ham. Masalan, biz doim ko'ramiz, aytamiz, you have to prepare for the SAT for 2 months or 3 months deymiz. O'zi 1 month ichida qancha soatimiz bor? Uni ko'ra soat bo'yicha qaraylik. Chunki bir xil odamlar menga o'xshab masalan 3 yil tayyorlanishi mumkin, lekin o'sha 3 yilda qanchalik davomiylik bo'lgan. Shunaqa. Necha soat bo'lgan o'zi? IELTS shunaqa masalan, IELTS 300 soatga yarim ball ko'tariladi deyiladi. 3 soatga. Ya'ni buni siz qilishingiz mumkin, masalan 2 haftada, masalan 3 haftada qilishingiz mumkin, ko'tarilishi mumkin. Xohlasangiz 2 oyda qiling. Shu narsa bo'ladi-da, bir xil narsa. Tushunarli. Xo'p, davlat maktabida o'qishmi, xususiydami? Xalqaroni qo'shmadim. Private aytilyapti, public aytilyapti. Davlat maktabi. Davlat yaxshi deysiz. Davlat yaxshiroq, chunki o'zimni holatimni kelib chiqamanda. 7, 8, 9 sinfda o'qiyotgan paytimcha soat 8:30 da dars boshlanardi ertalab, soat 12 da o'zi tugardi. 7 parvo bo'ladigan kunimizda-chi, masalan 7 da dars bo'ladigan kunimiz esa-chi, 1 da tugab qolishi mumkin. Demak, obeddan keyin o'quvchini vaqtini olish kerak emas. Exactly. Obeddan keyin o'sha o'quvchi o'ziga vaqt ajratib olsa-chi, o'sha application bo'yicha yaxshi topshiradi. Private nimadir qilib bermaydi u vaqtiga. Yo'q. Lekin 4gacha 5gacha olib o'tirib. Qilish mumkin, lekin boya ham biz gapirib o'tdik, o'quvchini o'ziga bog'liq. Masalan, o'quvchi bilan harakatchan bo'lsa, o'sha topshirishga erishishga vaqt ajratadigan. Menga masalan maktabidagi programma yoqmas balki. Maktabdan chiqib boshqa joydan ko'rmoqchidir. U vaqtini olib qo'yayotgandir. To'g'ri bu taraf. Savol bormi sizda? Lekin presidential bilan private schoollar bo'yicha, ikkalasi bo'yicha qarang, mana o'sha davlat bilan o'sha private presidential deydik. Presidentialda o'zimni olib qarasa, faqat o'sha sanab olingan bola o'qiydi. Endi o'sha obeddan keyin vaqtini olmaslik kerak. Obeddan keyin vaqtini qarang, o'sha tikayotgan vaqtni nima qilsa-chi, masalan, stoyt deb olib qarasa, agar presidentialda o'qisangiz, application ham polniy hammasini siqib beradi. Undan tashqari davlat bilan o'sha presidential maktabda farqi bor. Ya'ni recommendation letter bo'yicha ham, o'sha application to'ldirayotgan paytingiz bo'yicha ham baribir ustunlik o'sha presidential schoolda bo'ladi. Nima deyish shunda? Ya'ni aynan bo'yicha, qaysi bir yaxshiroqlik bo'yicha. Lekin siz hozir ham aytib ketdingiz, что presidential school hammani ham qabul qilmaydi. Masalan, o'sha sinalgan o'quvchini qabul qilishadi deb. Shunaqa. Meni javobim hammaga bog'liqda. It's related to everyone. Some students, you might put them in a presidential school and they might not be able to do very well, but they would do much better if they were given their own free time. So therefore, presidential school only really works well for presidential school students, whereas my answer works well for general For population. general public, yeah, right. To'g'ri. Xo'p, 2026-yilda diplom kerakmi yoki yo'q? Bachelor's. Kerak. Ayniqsa Amerikada o'qiydigan bo'lsa. Nega? Chunki diplomda o'ziga International kerak. Exactly. O'zimiznikichi? Study abroad. It depends on the type of job that you're doing, I guess, right? Like, for example. Yo, aytmoqchi bo'lgan diplomsiz odam ishni topib keta oladim hozir. Da, lekin endi siz anaqa doktor bo'lmoqchi bo'lsangiz, eplolmaysiz-ku. Yoki masalan arxitektura bo'yicha o'qimagan bo'lsangiz, architect bo'lmoqchi bo'lsangiz, da it's not going to work. Shunaqa. Xo'p, demak, qiz bola chetda o'qish tarafdorimisiz yoki qarshimisiniz? Nima uchun? Tarafdorman.
tarafdorman, chunki men o'ylashim bo'yicha hammaga shunaqa imkoniyat berib qo'yish kerak chet elda o'qishga. Endi to'g'ri odamlar aytishi mumkin, biz bilmaymiz o'rtada nima bo'ladi, yomon holatlarga kirib qolishi mumkin. Lekin yomon holatlarga O'zbekistonda ham kirib qolishi mumkin. Shuni ham hisobga olishimiz kerak. Masalan, to'g'ri biz juda ham tinch davlatda o'qiymiz-ku, lekin odamni o'ziga bog'liqda. Yomon situatsiyaga o'zingni qo'yasanmi yo'qmi? Masalan, o'zing yomon situatsiyaga qo'yadigan bo'lsang, ham Amerikada o'zing yomon situatsiyaga tushib qolasan, O'zbekistonda ham yomon situatsiyaga tushib qolasan. Bu ham o'g'il bolalarga, ham ana qiz bolalarga tegishli gap. Jins tanlamaydi o narsani. Exactly. Demak, safety-chi. Safety masalasi bo'yicha yaxshi davlat topsa bo'ladi. Masalan, Qatarda o'qiydigan bo'lsa, u juda ham safe. Endi Qatar bo'yicha Tavsiya qiladigan bizlariz Muslim countries. To'g'ri, anaqa Amerika sal unsafe hisoblanishi mumkin. Ayniqsa bir xil shtatlarda ba'zilarida nisbatan saferoq. Lekin shu universitet qilayotganda shtatini ham to'g'rilab tanlasa bo'ladi. Right, exactly. It all goes back to research. Bo'yicha o'sha anaqa ma'lumot bormi bizda? Ochiq manbalarda qaysi shtatlar xavfli, qaysi shtatlar xavfsiz? Redditga kirsa bu juda ham yaxshi. Redditda lekin rostlamda ko'p narsa olsa bo'ladi. Percentage of black people. That seems to be a strong indicator, but at the same time, that would be very racist for us to say. Tavba hazır. Keyin ba'zi bir universitetlar female'dan oladi faqat. Eshitgan bo'lsangiz. Bowdoin masalan, Bowdoin collegelar, boshqalar adashmasam. Or Barnard College. Da, ayo Bowdoin emas, boshqasi. Da, o'shalar. Ular bo'yicha qanaqa deysiz? Ya'ni biz aytdik US unsafe dedik. Qatar yaxshi, masalan, bunday qara safe country. US ga aynan o'sha collegelarga borsa bo'ladimi? Da, menda anaqa TIS da o'qiyotgan paytimda-chi, ikkita sinfdoshim даже anaqa bittasi Barnardga kirganda, ikkinchisi esa Wesleyanga kirishgan. O'sha bo'yicha. O'sha female only kirgan keladi. Da. And their studies seem to be fine. Tushunarli. O'ziga ham bog'liq ekan deb qarasa. Xo'p, demak, mana shu joyda bizning savollarimiz ham yakunlandi. Abdulaziz, katta rahmat kelganingiz uchun hazratim. Xo'p, gapimiz yakunlashdan oldin qisqacha o'zingiz aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'lsa, masalan, qaysidir tiplarni advice bermoqchi edingiz-ku, lekin fursat bo'lmadi podkast davomida. Hozir shu narsani berib ketsangiz bo'ladi o'quvchilarga. Umuman olganda admissions bo'yicha ham, SAT bo'yicha ham experience tutor sifatida. Birinchi o'rinda aytmoqchi bo'lgan gapim, be more resourceful. Nowadays we actually have a lot of resources available, especially with the uprising of AI. You have unlimited resources in your hand. The only thing that matters is whether you're willing to actually use those resources or not. The biggest problem that I see with certain students is that they want to apply abroad, but they ask themselves, I don't know what to start with. There's too many resources online for you to be saying that. I would recommend you to do as much research as possible regarding the university that you want to apply to and not, regarding the major that you want to apply to or not. There's online courses that you can take as well, which actually help you with certain majors. If you want to do finance, you can do an online course specifically by Wharton School of Business. So there's really no excuse for you to sit there and say, I can't do it. Like all the resources that are available, just learn to be more resourceful. And you might be wondering, how do I be more resourceful? Ask AI tips to be more resourceful. Even with that, it can help you. So use all the resources that you have available. Shunaqa. Xo'p, demak sizdagi main advice shunday bo'ladi. Yo, haqiqatan ham juda ham ko'p narsani o'z ichiga oladigan maslahat. Chunki foydalanadigan materialimiz juda ham ko'p. Foydalanish kerak, faqat agar foydalanish bilmasangiz, foydalanib yurgan odamlardan so'rang, ajratib oling, keraklisini keraksizdan bo'ladi. Boshqa narsa yo'q. Xo'p, demak, hurmatli kuzatuvchilar, insonlar, bugungi podkastimiz mana shundan iborat edi. Podkastimizni izohlarda qisqacha o'z fikrlaringiz bilan baholab keting. Konstruktiv fikrlaringiz bo'lsa, biz hammasini o'qib chiqamiz. Va albatta kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yishni unutmang, agar yoqqan bo'lsa albatta. Xo'p, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirib ketishingiz mumkin. Keyingi mehmonimiz kim bo'lishi haqida Abdulaziz bizni anaqamiz bor, an'anamiz bor. Har kelgan mehmondan so'raymiz, keyin kim chaqiraylik deb. Har doim ham chaqira olmaymiz, lekin tavsiya sifatida kimni kelishini arziydi deb hisoblagan bo'lamiz. The first person that I'm thinking about is Barno Qimova. Have you guys had her on your podcast yet? No. Yo'q. Bo'lmadi. She has very great insights, and her ability to explain everything that's going on inside her head directly to the viewer is incredible. So I would recommend you guys to call Barno. Tushunarli. No, reach out qila olsak, keyingi safarlarga chaqirishga harakat qilamiz, xudo xolisa. Xo'p, bo'lmasa, mayli. Qahramonlar, siz bilan keyingi podkastlarda ko'rishguncha Hero Academy hamda Hero Podcast bo'lib, o'zingizni ehtiyot qiling va albatta mas'uliyatliroq va ishtiyoqliroq bo'ling.